Sonning standart shakllari. Xo'p. O'tgan mavzuyimiz shunda nima edi? Sonni darajalarmidi? Esingizda bormi ish qilib? Xo'p, qani bir ikkita savol berishchi oldin sizlarga. Nechaga teng? Nechaga? 1gami? Har qanaqa sonning 0-darajasi 1ga teng edi. Esda borami qoida? Hop. 7 ning 1-darajasi. Shu sonni o'ziga chiqardi. Har qanaqa sonning 1-darajasi shu sonning o'ziga teng edi. Xo'p. 9 ahvol. Bo'pti. 2 au 9 bilan ochib olyapsiz. 2 qiluvchimi? Nima qildinglar hozir? 9 da 3-si. Shuni 9 keluvchimi? 9 keluvchi deganim? Nima degani bu? 9 da 3, shunaqami? Yo'q, 3 da 9 bir-biriga qo'yapti degani. Xo'p, nech chiqadi o'shanda? 200. Biz noto'g'ri aytdikmi? Mana qaranglar, sizlarmi? Ketdik. Nech chiqargan shunda? 729. Yana misol so'rayman. Xo'p. 10 ning kvadrati. 100 mi? Shunaqami? Nima degani bu o'zi? Ikkita 10 nima ekan? O'zaro ko'payayotgan ekan. Endi xulosa qilib qo'yaylik, mana shu o'zdan bugungi mavzuga kerakli joylarni mana shu qaranglar. Xo'p, mana bu nima ekan desa, 10 ni tarkibida bitta 0 bor o'zi. Uni kvadrati bo'lsa, shunda 10 ga 10 ni ko'paytirishim kerak. Demak, nima degan ekan desa, 1 ni shunda yozib yuboraman, nullari faqat qo'shib qoladi, ya'ni yonma-yon qolar ekan. Nechta 0 bor ekan? 2 ta. Mana. Tushunarli? Yoki mana bu yoqning o'zida ham hozir 10 ni kvadrati degani mana 2 ta 0 degani xuddi. Tushunarlimi? 1 keyin 2 ta 0. Qani mana? 1 nechaga teng bo'ladi bu? 1000 ga. Ya'ni bu nima degani? 0 dan nechta yozib qo'shim kerak oldiga? 3 ta. Tushunarli? Yoki 10 ko'payyapti bir-biriga, natija baribir 1000 chiqar ekan. Tushunarlimi? Ya'ni kvadratga oshirayotganimizda 10 sonini nullarining soni mana mana shu tepasida necha bergan bo'lsa o'shancha bo'ladi. Tushunarli? Nechta 0 bor ekan? 3 ta. Mana 3 ta. Tushunarlimi? Bu faqat 10 ga karrali bo'lgan sonlarga ishlaydi asosan. 10, 100, 1000 qani ketma-ket ko'ramiz. Bitta deb solisam qaranglar. 10 ning 9-si. Nechaga teng bo'ladi? O'zingizmi yilida agar hozir 10 ta, 9 ta 10 ni bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsa, qiyin bo'lib ketadi, to'g'rimi? O'sha uchun nima qilib qo'yasizlar? Ana birdan keyin necha qilib qo'yar ekanmiz shunda? 9 ta 0 qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tushunarlimi? Peki? 1 milliard. Shunaqami? 3 ta 0 bo'ladigan bo'lsa 1000, million, milliard. Shunaqami? 1 milliard chiqar ekan. Tushundinglar mashina? Oson bu. Lekin u sonni nima o'qish bilmadim. Tushunarli? Nisbatan qiyin bo'lib ketyapti mana. Milliard so'zini o'zini yozishi ham mana qiyin ekan. Uni hozir 10 ni 9-si deb qo'ysa ham to'g'ri. Hop, qaranglar. Yana bitta ikkita misol, keyin son standart shakliga kiramiz. 10 ning birdan keyin 100 ta 0 yozib chiqamiz, a? Qaranglar. 10 ni 5-si nima qilib qo'yamiz? Birdan keyin 5 ta 0 qo'yib qo'ysak bo'ldi, to'g'ri chiqar ekan. Tushunarlimi? Yoki o'zi buni ma'nosi nima ekan? Qaranglar. 10 ning 5-si degani bu 10 ta 5 o'zaro nima qilayotgan ekan shunda? Ko'payayotgan ekan deyiladi. Tushunarli? Buni hozir bu holatda yozsanglar ham, bu holatda alohidalashtirilgan o'zaro ko'paytirilgan holatda yozilsa ham, yoki bittada yig'ilgan natijasi yozilsa ham, hammasi to'g'ri va hammasi bir-biriga nima ekan? Teng. Tushunarli? Bu holat ham, bu sonlarning hozir holati ham, umumiy holati ham hammasi bir-biriga teng. Yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Bitta sonni faqat har xil holatda yozyapsizlar. Yana. Endi fikrlaylar. 100 usti 2 bo'lsa-chi. 100 ning kvadrati. Bu yerda nima bo'ladi desa, qaranglar.
Xuddi shu narsa 10 ga karrali bo'lganligi ishlaydi deya. Mana qaranglar. Mana bu yerda eshitgan shundan hozir nollar o'zi. 10 ni tarkibida 0 bitta. 1 kere 5, 5 ta 0 bo'ladi. Endi bu yerda shu narsani nima qilamiz endi qaranglar. 100 ning kvadratimi? Bu nima degani o'zi ma'nosi desa, 100 dan nechta ekan? 2 ta. O'zaro ko'payyapti. Natija nima chiqadi desa qaranglar. 0, 0. Qo'shib yuboringlar, shundan nechta 0 bo'lib qoladi? Ya'ni nima bo'lar ekan desa? Bu holatda har doim yoza olamanmi desa, yo'q, shart emas bu narsa. Mana bu yerda hozir tarkibida nechta 0 bor o'zi? 2 ta, to'g'rimi? 2 kere 2 necha? Tushunarlimi? Aniq, tushunmadinglar? Tushunarli? Ketdik. Keyingi holat. 100 usti 3 nechaga teng? 1, undan keyin 6 0. Ya'ni nima qilsizlar? Mana shu 0 ni olib, nechta 0 bo'lar ekan o'z tarkibida 2 ta, to'g'rimi? Shuni nechaga ko'paytirib yuboramiz? Tushunarli? Ketdik. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yoki buni qanaqa holatda yozishimiz kerak desa, 100 dan o'ziga o'zi necha marta ko'payibdi? 100, ko'paytiruv 100, ko'paytiruv yana 100 bo'lib qoldi mana. Yana boshqacha holatda yozsa bo'larmi ketsa? Bo'lar ekan bemalol. Mana mashina darajasini o'zgartirib yuboraman, qaranglar. 100 usti 3 degani bu 10 usti necha degani? Mana qaranglar. 2 ta 0 bormidi? 2 kere 3 nechta 0 bo'ldi? 6 ta. O'sha 6 ta 0 ga o'zgartiryapman. Faqat 100 usti emas, 10 qilib qo'ydim. Nechta 0 bo'lishi kerak edi? 6 ta. O'shaning uchun 10 usti oldi. Tushunarlimi? Aniqmi? Xo'p, demak bu holatda yozsanglar ham, bu holatda yozsanglar ham, bu holatda ham, bu holatda ham hamma tushuncha bir-biriga teng tushunchalardir, faqat har xil turli holatda yozilishi. Tushunarli? Aniqmi? Endi qaranglar. Xo'p. Bo'pti. Bugun o'tgan safar savol bo'lgan edi, esingizda bo'lsa. Nega har qanaqa sonning 0-darajasi 0 ga emas 1 ga teng deyapti deylar, to'g'rimi? Shunaqamidi? Mana shu savolga bugun javob olamiz. Eslab qolinglar mana shu savolni. Ketdik, boshladik. Sonli standart shakllari 6-mavzu yozib olasizlar. Xo'p. Qaranglar. Demak, sonli standart shaklini qanaqa qismlari borsa, darajani, sonning darajalarini ikkita qism bor edi. Qanaqa edi? Asosi, keyin ko'rsatkichi. Umumiy holat o'sha daraja holati edi, to'g'rimi? Demak, sonni qaranglar. Aynan o'sha holatini men yozaveraman. Misol uchun deylik, a ning n-si bo'lib turardi u holatda. Faqat endi sonli standart shakli deganda standartlashgan, ya'ni qulaylashgan degani. U narsani hozir ko'ramiz. Uni umumiy holatda yozilish holati qanday bo'lar ekan desak, qarang. A ko'paytirilgan 10 ning n-si. Yoki boshqacha holati bor, kamdan kam keladi, lekin kelib qolishi mumkin. Aynan shu a ko'paytirilgan 100 ning misol uchun m-si. Ya'ni ularning strukturaviy, ya'ni ko'rinish holati mana shu holatda bo'lar ekan. A bu qanaqadir xullas son. Bu ko'paytuvchi hisoblanadi. Mana ko'payyapti turib. Mana shu qism ko'paytuvchi deyiladi. Mana shu holatda yozasizlar-da, o'zingizlar yozib ketasizlar nima qaysiligini. A qism bu ko'paytuvchi. Hop, 10 ning n-si. Bu nimaligini bilasizlar, to'g'rimi? 10 bu nima ekan shunda? Asosi, darajalarda o'tdik. Bu nima ekan? Ko'rsatkichi, ya'ni darajasi. Tushunarlimi? O'shani yozib qo'yasizlar. Endi. Xo'p. Sonli standart shakli, qaranglar. Sonli standart shakli qachon ishlatiladi desa, o'zi har qanaqa sonli standart shakli holatida ifodalasi bo'ladi. Kichkina sonni ham, oddiy ko'radigan bir sonimizni ham, misol uchun 10 sonini ham, 100 sonini ham standart shaklda yozish mumkin. Lekin sonning standart shaklini ma'nosi o'zi nima ekan desa, uni ma'nosi juda ham katta sonni yoki juda ham mayda sonni qulaylashtirish maqsadida ishlatiladi. Tushunarli? O'shancha oddiy sonligi sonli standart shaklida yozilmaydi asosan. Qaranglar, yozib ko'ramiz. Demak, men hozir kodda solsam, o'shani standart shaklda yozishim kerak, to'g'rimi? Misol uchun. Xo'p. Necha son paydo bo'ldi hozir? Necha bu o'qish bilamizmi ish qilib? 4 milliardmi? Shunaqami? 3 ta 0, 3 ta 0, 3 ta 0. 4 milliard hosil bo'ldi. Juda ham katta son, to'g'rimi? Mana shu holatda yozish qulaymi? Uni ichidagi nollarni sanab o'tirish qulaymi? Mana qaranglar.
U 4 milliardmi yoki shundoq shoshayotgan paytda yoki qanaqadir holatda nollarni boshqacha sanab qo'ydinglar. 8 ta yoki 10 ta deb sanab qo'ydinglar. Boshqacha bo'lib qoladi, to'g'rimi? 40 milliard bo'lib ketishi mumkin yoki 400 million bo'lib qolishi mumkin. Boshqacha agar nollarni to'g'ri hisoblamasanglar. Mana shunaqa noqulay holatda yozmaslik uchun sonni standart shakli degan tushuncha kelib chiqqan. Ya'ni standartlashgan, qulaylashtirilgan variant hisoblanadi. U qaranglar. Masalaga ifodalar yozib beraman. Keyin ma'nosini ko'ramiz. Deymanda hozir bu umumiy holatda nechta nol bor ekan? 9 ta. Bu yoziladi, qaranglar. 4 ko'paytirilgan 10 usti 9 holatida ifodalanadi. Buni ma'nosi nima ekan desa, biza o'zi mana shu 4 sonini, ya'ni ko'paytuvchi qismini olib tashlaydigan bo'lsam, 10 ni 9-sini bildinglar hozir. Nechaga teng bo'lar ekan u? Xuddi shu 1 keyin 9 ta 0, 1 milliardga. Shunaqami? Lekin bu yerda necha turibdi? 4 milliard. O'shancha oldiga to'g'ri ko'paytirib qo'yish kerak. Tushunarlimi? Hozir qaranglar, daraja sonlarida ko'rdik. Har qanaqa son mana 10-chi asosan 10 ga karrali bo'lgan sonlarga ishlaydi dedik. To'g'rimi? Misol uchun deylik, 8 ning 4-darajasi bo'lsa, 8 ni 8 ga ko'paytirib, yana 8 ga ko'paytirib, yana 8 ga ko'paytirishimiz kerak. Uni ko'paytirishimiz kerak. Lekin 10, 100, 1000, ya'ni 10 ga karrali bo'lgan sonlarni darajali holatlari kelib qoladigan bo'lsa, dedik, nima ekan? Nollarni shundoq o'zini qo'shib qo'ysa bo'ladi. Mana xo'p, 10 ni tarkibida bitta nol bor. 1 kere 2, 2. Deymanda hosil bo'luvchinde nima ekan? Hozir 1 dan keyin 2 ta nol bo'lar ekan deb qo'yishimiz kerak. Bu narsani ko'rdinglar, to'g'rimi? Mana bu yerda ham xuddi shu narsa turibdi, qaranglar. To'g'ri qaramasam 10 ni 9-chisimi? Nima degani u? 1 dan keyin 9 ta nol bor degan. Ya'ni unda chiqadi 1 milliard. Lekin bizning sonimiz necha ekan? 4 milliard. Uni nima qilishim kerak degan 1 milliardni? To'liq ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Tushunarlimi? Mana shu standartlashgan shakl bo'lib, asosan 10 ustida keladi. Ayrim bir kamdan kam keladigan masalalarda 100 usti holati ham keladi. 100 ustida faqat nima qilar ekanmiz? O'sha ikkita nolni ko'paytiramiz darajadagi. Tushunarli? Darajasiga. Ketdik, qaranglar. Xo'p, mana shu son standart shakli bo'lib, bu qulaylashtirilgan holat. Ya'ni 4 va undan keyin 9 ta nol bor degani xuddi o'zi. Tushunarli? 9 ta nol bor. Qaranglar. Yoki buni boshqacha holatda ifodalasa bo'ladi o'zi. Sonni standart shaklda har xil holatda kelaveradi. Chunki oddiy bir kichkina sonni ham o'zi standart shaklda yozish mumkin, faqat bu narsa bizga talab qilinmaydi. Mashina oldim. Aynan shunga bu songa tengmi desa teng-ku mana. Mana nima degani hozir? 0 dan nechta ekan? 9 ta. 4 undan keyin 9 ta 0 degan. O'sha narsani o'zi. Faqat bu boshqacha holatda ko'rinishi. Tushunarli? Bu son bilan bu son bir xilmi desa, ha, bir-biriga teng. Tushunarli? Yana boshqacha holatda yozsam bo'lar ekanmi shu sonni desa, aynan bir-biriga teng mana. Bir-biriga teng deymiz. Tushunarli? Ha, nima qilsa bo'lar ekan desa, qaranglar. 40 deyman, 10 usti necha bo'ladi endi? 8 bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni nima qildik biza? Mana bunda o'zi, xo'p, nollar soni 9 ta edi. Nolini bittasini bunga o'tkazib berdim. Tushunarli? Bitta 10 ni bu yoqqa o'tkazib yubordim. 4 ni 10 ga ko'paytirib 40 bo'lib qoldi. Bu yerda nechta qoldi endi? 10 usti 8 qoldi. Tushunarli? Ya'ni nima qilar ekanmiz? Oddiy xulosa, bu yerda hozir oddiy ko'rinish bo'lganligi uchun buni oson farqlayapsizlar. Lekin nima qilar ekan, qaranglar. 4 dan keyinmi 0? 0 bormi ishda? Bormi yo'qmi? Ha, virgul undan keyin. Tushunarli? Virguldan keyin xohlagancha 0 bor. Menda hozir endi qaranglar, bu yerda edi virguli, hozir qayerga o'tdi? Ko'paytuvchi qismiga qaraydigan bo'lsam, ko'paytuvchi nima qildi? Xonasi bitta kattalashdi, to'g'rimi? Yoki kichkinalashdimi? Son kattalashdimi, kichkinalashdimi? Kattalashdi. Nechtaga? Bittaga. Son demak bittaga kattalashdi, demak darajani nima qilar ekanmiz? Bittaga kichkinalashtirar ekanmiz. Tushunarli? Ya'ni ular teskari harakatlanadi deydi. Tushunarli? Xo'p, qani bitta xulosa. Sizlarga savol. 0.4 ko'paytirilgan 10 ustidan necha desam bo'ladi shu sonni? 10. Tushunarlimi? Ya'ni mana bu yerda o'zi 4 midi? Hop, endi qarang, 4 dan oldin ham xohlagancha 0 bor o'zi. U narsa faqat yozilmaydi. Mana o'sha 4 edi. Bitta surildi. Son nima qildi? Son qism kichkinalashdi. Nechtaga? Bittaga. Demak, darajani bittaga nima qilaman? Kattalashtirib qo'yamiz. Tushunarlimi? Qarang. Endi boshqa holatda. Hop. Shu songa teng sonda faqat standart shaklni boshqa holatida yozmoqchiman. Sonni standart shaklini o'zgartirmoqchiman. Qarang. 0.02 ko'paytirilgan 10 usti necha desam bo'ladi? Shunaqa bo'ladimi?
o'zi har xil desam bo'ladi, lekin bir-biriga teng son, ya'ni bir xil son ma'nosini bildirish uchun buni hozir nima qilaman? Xonasi hozir qaranglar, vergul bu yerda edi, mana shu yerda edi. Endi surildi. 1, 2. Son kattalashdimi, kichkinalashdimi? Ko'paytiruvchi qism. Kichkinalashdi. Nechta xonaga? 2 taga. Xona 2 taga kichkinalashdi degan daraja 2 taga demay kattalashadi. Tushunali? O'shanda bir-biriga teng sondagi hop faqat standart shakl ko'rinishi boshqacha bo'lib qolgan son olindi. Ya'ni bu nima degani qaranglar. Rostdan ham ma'nosi tengmi? Bitta ko'raylik. 10 + 5 nima degani shunda? 1, keyin nechta 0? Shunaqami? Keyin nechaga ko'paytirishim kerak ekan uni? 2 ga. 1 ni 2 ga ko'paytirib olsam bo'ladimi bittada mana? To'g'rimi? Shu son chiqadimi? Qani buni ham shunaqa qilamiz. Xo'p, 1 hozir 10 ni 7-chisi. Shunda 1, keyin 4, 5, 6, 7 0. Faqat shuni nechaga ko'paytirishim kerak endi? 0,02 ga. Endi nima bo'ladi bu yerda? Qaranglar. Oson ko'paytirish. Mana bu yerda 2 ta 0 ni shunda o'chirib tashlaylik. Bu yerda ham faqat 2 ta 0 ni o'chirib tashlaylik. Tushunali? 2 ni 1 ga ko'paytirib olinglar. 2. Nechta 0 qoldi? 1, 2, 3, 4, 5 ta. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Tushunali? Bir xil son chiqdimi baribir? Ya'ni buni ko'rinishi hozir faqat har xil, lekin ma'nosi nima ekan? Bir-biriga teng son ekan. Xo'p. Sizlarga savol bo'ladi. Bo'pti. Alohida o'zingizga. Shuni, xo'p. Son standart shaklini boshqacha holatga keltiramiz. O'sha songa teng sonda faqat ko'rinishi boshqacha son olib beringlar. Asosiy ko'paytuvchi qism 9,3 edi, 930 qilinglar. Darajasi qanday bo'ladi? Keyin bu holatga o'tkazinglar, darajasi necha bo'ladi? Har bittasini qilib chiqasizlar. O'xshadimi? O'xshadimi? Yozsam bo'ladi. Ketdik, qaranglar. Mana bu o'zi 9,3 soni to'g'risida bilasiz. Eslab qolinglar. Mana shu 9,3 degani verguli bor o'zi turibdi. Agar vergulsiz son berilsa, misol uchun 25 soni berilsa sizlarga, verguli bor o'zi faqat yozilmagan deysizlar-da, vergul mana shu yerda farqlasizlar. Tushunali? Biz hozir verguli bor tayyor holat to'g'risida bitta gaplashib chiqaylik, qaranglar. 9,3. Ya'ni 9,10 deyiladi bu. Mana shu son o'zi aslida buni mana shu son qiymatdan tashqari 10 tomonida ham, chap tomonida ham xohlagancha 0 bor deysizlar o'zi. Faqat shu narsa yozilmaydi. Kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, yozilishi mumkin. Tushunali? Mana shu holatda turibdi o'zi. Endi qaranglar. 9,3 nima qilib qo'yamiz hozir keyingi holatda? 930. Vergul qayerda? Bu yerdami? Bundami? Ha, 0 dan keyin. Ya'ni bu yerda nima qilar ekanmiz? Desa qaranglar. 9,3 edi. Vergul hozir qayerga paydo qolib 930 ga mana bu yerga kelib qolibdimi? 1, 2. Surildi. Necha xona surilibdi? 2 xona surilibdi. Son qism, ya'ni ko'paytuvchi qismni kattalashtirdimi, kichkinalashtirdimi sonini? Kattalashda 9,3 dan ko'ra 930 2 xonaga katta ekan. 2 xonaga kattalash demak darajani 2 xonaga kichkinalashtiramiz. 21 necha bo'lib qoladi? Tushunali? Biz o'z nima qilamiz? Bir xil son qiymatli sonni standart shaklini har xil holatda yozamiz faqat. Tushunali? Sonni standart shakli har xil kelishi mumkin va bu nimaga kerakligini hozir aytamiz. Keyingiz qaranglar. Wow, mana nima bo'ldi? 93 mingmi? Mana verguli. Endi nima qilamiz? Siz qaranglar. Birinchi holatga solishtiradigan bo'lsam, xo'p,
Virgul mana shu holatda turgan edi. Endi qayerda paydo bo'lib qoldi qaranglar. 3 ta noldan keyin mana bu yoqdami? Ketdik. Necha xona surilibdi shu narsa to'g'risiga bo'lamiz qaranglar. 1 2 3 4. 4 ta surilibdi. Son qiymat nima qildi? Ko'paytiruvchi qism. Kattalash 4 xonaga, demak darajani nima qilaman 4 xonaga? Bunga nisbatan oldi-ya? Bunga nisbatan 4 taga. Demak darajasi 4 taga nima qiladi shuni? Kichkinalashadi. Necha bo'lib qoladi shunda 21 dan 4 ayirsak? Ha, ana. O'zi nima qildi desa, 10 la bor edi. Ahamiyat bergan bo'lsak, bu yerda 10 la bor turib. O'zi nechta? 21 ta 10 bormidi? O'shandan nechta qolibdi? 17 ta 10 qolibdi. 4 ta 10 ni mana bu qismga o'tkazib yubordik edi. Shuni bittada ko'paytirib bunga qismga berib yubordik. Keyingisi 9.3 edi. Bo'ldi, qaranglar. Xo'p, buni aynan birinchi holat bilan solishtirsam, to'g'ri kelyapti. Keyingi holatiga to'g'ri keladi, mesela to'g'ri kelaveradi, qaranglar. Mana hozirda men ham 930 edi. Mana necha qolibdi? 93 ming turib. Necha xona yana surilgan? O'zi mana bu yoqda edi virgul. 1 2. Nima qilibdi? 2 xonaga kattalashibdi. Bunga nisbatan olsam, 2 xonaga kattalashgan. Demak, daraja 2 taga nima qilish kerak? To'g'ri o'tdi, baribir. Yaxshi. Ya'ni bir-biriga teng sonni faqat har xil holatda yozamiz. Keyingisi qaranglar. 0.10 dan 93 holati berilgan ekan. Qaysi biriga nisbatan olsa ham to'g'ri kelaveradi o'zi, mana qaranglar. 9.3 oldik. Xo'p, u yerda nechta 0? 1 2 3. Mana. 1 2 3. Mana bu holatda turibdi bu yoqda. Deymanda hozir nechta xona surilar ekan? Bitta, ikkita, 3 ta. 3 xonaga surildi. Kattalashdimi, son kichkinalashdimi? Kichkinalashdi 3 taga. Demak, darajani 3 taga nima qilaman? 21 necha bo'lib qoladi? 24 bo'lib qoladi. Tushunalingmi? Qolganlariga nisbatan solishtiradigan bo'lsak ham to'g'ri kelaveradi. Mana hozir misol uchun 93 ming, mana bu yoqda edi virguli uni 93 mingni. Hozir bu yoqqa kelishimiz kerakmi? Qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 xonaga hozir nima qilamiz? Surimiz bunga nisbatan. Olsak. 7 xonaga sonni hozir kichkinalashtirdik. Daraja demak 7 xonaga 7 taga to'g'riroq kattalashadi. 17 nima qoladi mana? 7 taga kattalashdi 24. Tushunalingmi? Mana shu sonni standart shakli bo'lib, biz hozir nimani yozdik desa, bitta sonni yozamiz o'zi. Faqat har xil standart shakl holatida. Tushunali? Hammasini hozir ochib hisoblaydigan bo'lsak, bir xil son chiqaveradi. Tushunalingmi? Xo'p, endi bu narsa o'zi nimaga kerak? Standart shaklda o'zi qulaylashtirilgan variant ekan. Xo'p, uni har xil holatda yozish nima kerak desa, masalalarni ishlaganinglarda aynan yadro reaksiyalarida juda ko'p keladi bu. Yadro reaksiyalarida shunaqa savollarni ko'p ko'rganmiz o'zi. Zarrachalarni molekulyar holatda so'rab qolarmidi? To'g'rimi? Zarrachalarning sonini mol modda miqdorida emas, maydalangan holatda ta miqdorida, ya'ni donada so'raydi. Ana o'sha paytda kerak bo'ladi, qaranglar. Misol uchun deylik, masalani qaysidirini ishladinglar? Mana bu holatda sizlarda javobingiz chiqdi. Hisob kitob tugatganinglarda. 9.3 10 üstü 21. Variantga qarasanglar 21 holati yo'q. 9.3 10 üstü 21 yo'q. Ya deysizlar. Qarasanglar, har bir-biriga hamma variant o'xshaydi degan qiziq. A varianti misol uchun deylik. Xo'p, deylik 930 ko'paytirib 10 üstü 18. 930 10 üstü 20. 930 10 üstü 24. 930 10 üstü 19. Hammasini bundoq qarasanglar darajasi 19 da turibdi. Darajasi umumiy holatda har xil, lekin soni o'zgargan bo'lishi mumkin. Yoki qaysidir variantda teskarisi, darajasi bir xil, son qiymat ko'paytuvchisi har xil berilgan bo'ladi variantda. Tushunali? Ana o'sha paytda standart shaklda bundoq qaraysizlar variantdanda boshqa holatga o'zgartirishimiz kerak bo'lib qoladi. Tushunali? Misol uchun variantlarning hammasida 930 soni berilgan, faqat 10 üstü darajasi har xil bo'lsa, har bitta variantda nima qilishimiz kerak? Mana shu sonni olasizlar. Menda mana shu javob chiqdi. Lekin variantlarning hammasi 930 ekan. Deyman 9.3 930 ga aylantirsam, son qiymat ko'paytuvchini 2 xonaga surdim, kattalashtirdim. Darajani demak 2 taga kichkinalashtirishim kerak deb 19 ligini olib qo'yishim kerak bo'ladi javobdan. Tushunali? Yoki boshqacha holat bo'lishi mumkin. Daraja 10 üstü 19 bo'lib turishi mumkin hammasi. Son qiymat ham ko'paytuvchi qismi har xil kelgan bo'lishi mumkin. Tushunalingmi? O'shanga qarab to'g'rilash uchun sondan standart shaklini har xil holatda yozishimiz mumkin ekan. Davomiga o'tsam bo'ladimi? Ketdik, qaranglar. Buni o'chirdim. Endi yozinglar qo'ydi.
ikkita qoidamiz bor edi. Har qanday darajali songa Xo'p. Ko'paytuvchisi birga teng bo'lgan holatda qarash mumkin. Bo'ldimi? Ya'ni bu nima degani desa qaranglar. Misol uchun deylik, oddiy darajali qanaqadir son turibsizlar. Ana endi. Misol uchun deylik 10 ni kvadratidir. 5/3-sidir. Farqi yo'q. Shunga qanaqa qarash mumkin ekan? Ko'paytuvchisi bir bor deb qarash mumkin. Tushunarli? Shuni bir qo'yib qo'yasizlar bo'ldi. Nimaga aytsa, har qanaqa sonni 1 ga ko'paytirsam, o'sha sonni o'zi chiqaradimi baribir? Tushunarli? Mana shunaqa holatlar kelib qoladi. Xo'p, endi teskarisi. Xuddi shuni. Xo'p, har qanday butun songa deymiz. Misol uchun qanaqadir son turibdi. Standart shaklda qarash mumkin. Faqat qanaqa holatda desak, 10⁻0 holatida. Mana shu ikkita qoidani eslab qolsangiz bo'ladi. Mana shu a ni x qo'ya qolaylik. Bir-biriga teng qolsin mana. Bu nima demoqchimiz? Qaranglar. Birinchi holatda. Misol uchun deylik, 3 soni turibdi, oddiy 3. Lekin shunaqa vaziyat bo'ldiki, shuni standart shaklda yozishingiz kerak. Bo'ladimi shunaqa desak? Standart shaklda hozir qismi bor edi, 10 usti nechidir va undan tashqari ko'paytuvchi qism. Mana bu 3 o'zi turibdi. Bunga teng sonda hozir standart shaklda qanday olsam bo'lar ekansa, ko'paytiruv 10 usti 0 deb qo'yasizlar bo'ldi. 10 ni 0-si necha bo'ladi? Har qanaqa sonning 0-darajasi baribir 1 ga teng. To'g'rimi? 1 3 ga ko'paytirsa necha chiqaveradi baribir? 3 chiqaveradi. Tushunarli? Har qanaqadir son berildi va sizlarga shunaqa holat, vaziyat tug'ildiki, uni standart shaklda yozishingiz kerak ekan. O'shanda 10 usti 0 qilib qo'yasizlar oldiga. Tushunarli? Keyingisi, o'shani teskari holati endi. Daraja soni berildi, ya'ni darajali son darajasi berildi, qanaqadir. Misol uchun deylik, 5 ning 4-si. Mayli, kichkinaroq o'raylik mana. 5 kvadrat. Nechaga teng o'zi 5 kvadrat? 25. Mana shu hozir qaranglar, standart shaklda yozish uchun ko'paytuvchi qism ham bo'lish kerak ham. A buni ko'paytuvchisi bormi qaranglar? Yo'q. Mana shu nima qilamiz desa, ko'paytiruv 1 qilib qo'yasiz. Har qanaqa sonni 1 ga ko'paytirsam, o'sha sonni o'zi chiqaveradi. Tushunarli? Sonni standart shaklida faqat nima edi mana bu? 10 ning n-si, 100 ning m-si holati bo'larmidi? 5 ning kvadrati ishlatilmas ekan, son standart shaklida. Mana shuni shundan o'chiramiz-da. U holatga ham to'g'ri keladi. Bu holatlarga ham to'g'ri kelaveradi. Tushunarli? Oddiy qanaqadir darajali soni berildi. Misol uchun 10 usti nechidir? Oldiga 1 ko'paytirib qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Yoki teskarisi. Oddiy qanaqadir son berildi, 10 usti 0 qilib qo'ysalar bo'laveradi. Tushunarli? Xo'p, ketdik. Davomiga o'tamiz. Endi. Xo'p. Xo'p, darajada 10 usti -3 kelib qolishi ham mumkin, a? Manfiy ifodani tushunuvmi deyilayotgan safar ko'rdik, to'g'rimi? Har qanaqa sonni manfiy darajasi bo'ladigan bo'lsa, nimasi bo'ladi shuni? Har qanday sonning manfiy darajali son holatida, nima bu? 1 taqsim shu sonni musbat holatida ko'rishimiz mumkin edi. Ketdik. Bitta holatni ko'rib chiqaylik birinchi qaraylik. 0 1 2 3. Xullas u davom etyapti. Pastda nima bo'ladi shunda? -2 -3 holatida keldi. Mana shu holat kelib qoldi. Savol bo'ladi sizlarga.
1 soni kattami 3 mi? Oson to'g'rimi uni ajratish? 0 kattami 2 kattami? 25 kattami 0 mi? 25. Bu narsa oson to'g'rimi? 1 kattami minus 1 mi? 1 katta to'g'rimi? Minus 1 kattami 0 mi? 0. Minus 3 kattami minus 1 mi? Ha, mana shu joyda adashish boshlanadi o'zi. Chunki hozir sizlarga bu ko'rsatib turganligi uchun sizlarga oson tuyulyapti. Ishonaveringlar mana. Tepaga oshyaptim. Mana shu tepaga qancha tepada turgan son bo'lsa, u kattaroq. Mana hozir bu pastroq turibdimi? Demak kichkina. Bu kattalashyapti. Bu kattalashyapti. Eslab qolasizlar. Chalg'ib qoladi ko'pchilik manfiy ifoda beriladigan bo'lsa. Qaysi sonni kattalashtirish yoki kichkinalashtirish bilmay qoladi. Teskari ishlab qo'yadi. Misol uchun deylik. Savol. Minus 25 kattami? Minus 26 mi? Tushunasizlar? Ya'ni nima bo'lar ekan desa, buni oddiy aytadigan bo'lsa, modul degan narsani o'tgan safar ko'rdik-ya. Modul bu ishoralariga qaramasdan son qiymatni o'zini olib olish. Mana. Tushunali? Mana shu holatni ko'ramiz. Endi qaranglar dey. Modul holatida oladigan bo'lsa, aytiladi o'zi. Har qanaqa sonning mana manfiy darajali sonlar kelib qoladigan bo'lsa yoki manfiy son kelib qoladigan bo'lsa, moduli kattasi kichkina hisoblanadi. Moduli kattasi manfiy ifodali sonlar kelib qoladigan bo'lsa, manfiy ishorali, moduli kattasi kichkina qiymatga ega. Tushunali? Esa qoldi? Xo'p. Xullas o'zi 1 kattami 3 kattami desa, 3 katta dirdinglar, to'g'rimi? Bu yoqda endi minus 1 kattami, minus 3 kattami desa, o'sha 3 dirdim agar u plyus bo'lganda, lekin hozir teskarisini aytaman, to'g'ringlar. Tushunali? Mana shunaqa hisob qilsanglar ham bo'ladi. Hop, musbat sonlarni o'zi solishtirilganda, misol uchun 25 kattami, 100 kattami desa 100 deydi hamma. Minus 25 bilan minus 100 kelib qolsa-chi desa, 100 o'zi katta edi plyus bo'lgan paytda. Lekin minusda endi u kichkina deysizlar, minus 25 katta deysizlar. Tushunali? Ajratib olsanglar bo'ladi. Yoki son o'qini faraz qilib olaylik yilida, shunda xayolingizga kelsin. Yoki shu narsani ishlatinglar, tushunali? Moduli kattasi manfiy ifodada, u kichkina hisoblanadi. Esda qoldi? Hozir sonlarni surishda mana shu narsa kerak bo'lib qoladi. Qani bir ikkita holatlarni ko'raylik. Mana shu son o'zi juda ham katta sonmi, juda kichkina sonmi? Juda ham katta ham emas, kichkina ham emas. Bu o'rtacha oddiy son. Mana nima degani o'zi 10 ni kvadrat nima ekan? 2 ta 0 bor degani. Mana bunachi 2 mi? Bu 200 degani edi bu. Tushunali? O'zi bu 200. Hop. Qaranglar. Oddiy 200 berdi. Men holat, hop, mana mashina standart shaklga o'tkazishim kerak ekan-a. Men hozir bittada 2 sonini ajratib, mana 2 ta 0 nima qildim? 10 ustiga 2 qilib qo'ysam ham bo'ladi. Yoki, hop, mashina o'zini darajali son holatida, ya'ni standart shakl holatida yozib, keyin o'zgartirmoqchiman desanglar bo'ladi, unaqa ham. Qaranglar. Nima ish qilinadi desa, 200 ni yozaverasizlar. Har qanaqa oddiy songa nima desa bo'lardi? Standart shaklga keltirish uchun 10 ning 0-inchisi. Tushunarlimi? 10 ning 0-inchisi nechi baribir? 1 200 ga ko'paytirsak baribir? Tushunarli? Keyin nima qilamiz? Qaranglar. Virgul bu yoqda edi, virgul bu yoqqa keldi. Necha xonaga kichkinlashdi? Demak, darajaga nima qilish kerak ikkitaga? Kattalash kerak. 0 ida necha qolibdi? Tushunarlimi? Mana shunaqa holatda ham ifodalash mumkin. Endi bizga hozir kerakli qismlar manfiy ishorali holatda bu yerda ishlab ko'raylik. Darajasi manfiy holat kelgan payt. Xo'p. 4.5 ko'paytirilgan 10 usti minus 20 deylik. Savol bo'ladi o'zingizga. Harakat qilib ko'rasizlar. Xo'p.
sal murakkabrog'ini ham qo'shildi. Ehtiyot bo'linglar faqat. Keyingi holat ikkinchisi. Xo'p. Yetadi. Bitta harakat qilinglar o'zinglar. O'xshata oldinglarmi? Bo'ldimi? Ketdik qaranglar. Shunda. Birinchisi 4,5 edi, ko'paytuvchisi necha bo'lib qolibdi? 45 bo'lib qolibdi. Nima qilibdi bir xonaga? Oshibdi. Demak, daraja bittaga kamayadi. -20 midi? Nima bo'ladi shunda? 19 bo'lmaydimi? Nega? Ha, biz hozir -20 dan -19 ga o'tkazsak, u darajani nima qilib qo'ygan bo'lamiz? Kattalashtirib qo'ygan bo'lamiz. Nima qilamiz shunda? -21. -21 kattaroqmi, -20 mi? -20. Manfiy ifodali songa keladigan bo'lsa, uni son qiymati kattasi, ya'ni hop, modulda turadigan holati nima edi? Kattasi kichkina hisoblanardi o'zi aslida. Ketdik. Keyingi holat. 4,5 dan 450 ga o'tkazdim. Necha xona surinman? Ikkitaga. Demak, darajani nima qilaman? Hop, son kattalashtirib ko'paytuvchi qism. Demak, darajani nima qilishimiz kerak? Necha bo'ladi? -22 qilgan bo'lsanglar, demak, to'g'ri ishlabsizlar. Keyingi holatga o'tiray. 0,45. Hop. 4,5 edi. Hozir 0,45 bo'lib qolibdi. Necha xona surilibdi? Bittaga ham son qiymat nima qilgan? Ya'ni ko'paytuvchi qismda son nima qilibdi ko'rinishi? Kichkinalashdi bitta xonaga. Demak, hozir nima qilar ekan bu darajasi? Kattalashadi. Necha bo'ladi shunda? -19. Chunki bu holat bilan bu holatni ko'ramiz. Mana bu hozir bitta surildi. Demak, hozir menda xona kichkinalashdi, ya'ni ko'paytuvchi qism, demak darajani bittaga kattalashtirib qo'ydik. Tushunarli? Ehtiyot bo'linglar mana shu darajalarda faqat. Keyingisi 0,0045 bo'lib qoldi. Ya'ni 0,10 dan 45. Hop, daraja necha bo'ladi endi bu? Minus. Ha, men hozir nima qildim? Yana nima qildim? Ko'paytuvchi qismni nechtaga kichkinlashtirdim? Mana bu yerda bergul. 1, 2. Mana bunga nisbatan oladigan bo'lsam 1, 2. Ikkitaga. Ikkitaga kichkinlashtirdim, demak daraja ikkitaga kattalashadi. Tushunarli? Yoki bunga nisbatan oladigan bo'lsa ham xuddi shu narsa. 4,5 midi, men 4 dan oldim, 4 oldi deydi, virgul. Bitta, ikkita, 3 ta surildi. Deymanda hozir demak, ko'paytuvchi qism kichkinalashdi 3 xonaga, demak daraja 3 taga kattalashar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Keyingi holat sal murakkabrog'i. 4,5 ko'paytirilgan 100 usti necha? Minus 4,5 ko'paytirib 10 usti -20 edi. 4,5 ko'paytirib 100 usti necha? -21. -2. -10. Necha chiqdi? 19. Siradachi. Ana qovullar. Qaranglar. Hop. YouTube'da qo'yib qo'ygandan keyin ustoz o'quvchilarni haqoratladi. Hop. Ketdik qaranglar. Shunda. Mana bu holatga nisbatan oson bo'ladimi? Rozi bo'lasizlarmi? Boshqa holatga nisbatan oson bo'ladi, lekin mana bu hozir ko'paytuvchi qism bir xil bo'lib turibdi, chiroyli bo'lib turibdi. Faqat hozir nima o'zgaribdi bu yerda? 10 usti necha bo'lib qolibdi faqat? 100 usti holatiga o'tib qolibdi. Ko'paytuvchi qismda o'zgarish bormi? Ko'paytuvchi qismda o'zgarish bormi? Daraja qismida o'zgarish bormi? Bor. Mana mashqqa ahamiyat bersanglar yetadi. Biza hozir boyaroq sonni standart shaklini o'tishdan oldin bitta narsani men sizlarga tushuntirib berdim. Xo'p. 10 ni 4-inchisi necha bo'lardi o'zi? Necha? 1 va keyin 4 ta 0. Shunaqamidi? Oson edi. Buni tarkibida bitta 0 bor. 1 ni 4 ga ko'paytirib 4 ta 0 qoldi deyiladi. Lekin har doim ham 10 ni darajasida emas, 100 ni holatida ham, ya'ni
edi 10 ga karrali bo'lgan sonlarga ishlaydigan holat bor edi. 10 ni 4-inchisi emas, 100 ning 4-inchisi berilsa nima qilaman desa, ikkita 0 bor ekan, 2 kira 4 deyman. Nechta 0 bo'ladi hosil bo'luvchi moddamni? 8 ta deb. Ya'ni bu nima degani o'zi desa, 100 ko'paydi, 100 ko'paydi, 100 yana ko'paydi 100. Hop, buni natijasi nima bo'lar ekan desa, birdan keyin nechta 0 ekan shunda? 8 ta 0 ekan. Ya'ni 2 kira 4 deb aytaman. Yoki mana bu yerda ham hisoblasanglar, baribir 8 ta 0 chiqadi. Buning natijasi 1, keyin 8 ta 0 deb 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta deb etsanglar to'g'ri hisoblanardi. Yoki mana shu narsani aytdim. 100 usti 4 degani bu 10 usti necha degani edi? Birdan keyin 8 ta 0mi? Mana hozir bunga o'tishdan oldin mana bunga ahamiyat beraylik bo'ldi. 100 usti 4. Bu 100 ta, ya'ni 100 soni 4 tasi o'zaro ko'paydi degani. Yoki buni natijasi menga bittada kerak bo'ladigan bo'lsa, bu narsani maydalab yozmayman desanglar, 2 ta 0 bor edi, 2 kira 4 desanglar javobinglar kelib chiqar ekan. 8 ta 0. Birdan keyin 8 ta 0. Tushunarli bo'ldimi? Endi hop, aynan shu son bu songa tengmi? Yoki buni 10 usti necha desam bo'ladi desa, bo'ldi, menda birdan keyin 8 ta 0 bo'lishi kerakmi? 10 usti 8 desam to'g'rimi? To'g'rimi? Mana buni tarkibida hozir bitta 0 bor edi, biri 0 la o'zi bitta edi, 8 ga ko'paytirdim. Necha bo'ldi shunda? 8 ta 0 bo'lib qoldi. Tushundinglar mana shu narsani? Bu songa tengmi demak? Tushunasizlar? 0 larni imdod sanasi, 0 larni imdod sanasi to'g'ri chiqsa bo'ldi ekan. Qaranglar. 2 ta 0 midi? 2 kira 4 necha? Ha, hosil bo'luvchi, ya'ni boshqa holatda oddiy yozadigan bo'lsam, 8 ta 0 bo'lishi kerak uni. Bu holatda ham xuddi shuna qarang. 0 o'zi bitta edi, 1 kira 8, bunda ham 8 ta 0. Tushunasizlarmi? Demak, xulosa 4,5 ko'paytirilgan 10 usti minus 20 sonini 4,5 ko'paytirilgan 100 usti necha desam bo'ladi desa qaranglar. Mana hozir o'zi 0 dan nechta bor ekan? 20 ta. Faqat mana bu hozir o'zi minus degani juda kichkina son degani o'zi. Bu narsani hozir ko'rsatib beraman. Necha sonligini ko'ramiz mana. 1 dan nechta? Ya'ni 0 dan to'g'rirog'i mana bitta edi. 20 ga ko'paytiringlar. 20 ta 0 deganimi? 20 ta 0 ni endi mana bunga taqsimlashim kerak. 2 ni nechaga ko'paytirsam 20 ta 0 bo'lib qoladi. 2 ta 0 ni 2 ni 10 ga ko'paytiringlar. Chiqadi. 20 chiqadi. Faqat mana manfiy ifodadami? Buni ham manfiy ifodaga qo'yib qo'ydi. Nima bo'ldi? Bitta qiylashdi. Dissosialanishi 3-daraja qiyinroq savollarda shunaqa holat kelib qoladi. O'shaning uchun bu narsani aytdim, tushunali? 100 ustida yer qoladi. Hamma 10 ustiga moslashadi. Sonning standart shaklini 10 ustida faraz qiladi hamma. Keyin bundoq qarasa 100 usti turibdi. Nima qilaman deb o'ylab qoladi. Sizlar ham hozir mana ko'rasizlar, 100 usti qilsam, 10 usti bilan 100 usti bitta xonaga farqlanadi, 10 usti minus 19 deb qo'yasizlar. U xato, tushunali? Ya'ni bu yerda nima bo'lar ekan desak, bitta 0 bor edi va shundan nechta ekan? 20 ta. Demak, 20 ta 0 li holatni namoyon qilib berishim kerak bu qismda ham. Deb 2 ta 0 bor ekan, nechaga ko'paytirsam 20 ta 0 bo'ladi desa 10 taga. 2 tani 10 taga ko'paytirdim, o'shanda 20 ta bo'ladi. Tushunarlimi? Mana bu yerda ehtiyot bo'lib, boshqadan bitta ko'rib chiqaydi. Tushunarli? Ketdik. Manfiy ifoda bo'lgani uchun yo'da ham manfiy ifoda qilib qo'yasizlar faqat. Tushunarli bo'ldimi? Keyingi holatga o'tsam maylimi? Ketdik. Qaranglar. 6,02 ko'paytirilgan 10 usti minus 23. 10 usti minus 20 qilishim kerak qanaqadir shart bo'yicha yoki javobi bo'yicha. Men hozir darajani kattalashtirdimmi, kichkinalashtirdimmi? Kattalashtirdimmi, kichkinlashdimmi? Kattalashtirdik. Son qiymat manfiy ifodada keladigan bo'lsa, nima edi? Moduli kichkinasi katta hisoblanardi o'zi. Deymanda hozir necha xonaga kattalashdi u? Ya'ni daraja qism 3 xona, ya'ni 3 taga kattalashdi. Deymanda hozir bu ko'paytiruvchi qism nima qilish kerak 3 xonaga? Kamayish kerak ekan. Nima bo'lar ekan hozir endi bu? Surishim kerak 3 taga. Qaranglar. 6,02 edi. O'zi xohlagancha 0 bor desam bo'lardi-mi bu yerda? Zarurat tug'ilsa olaman. Mana mana shu yerda kerak bo'lyapti, qaranglar. 3 xona surishim kerakmi? Ketdik. 1, 2, 3. Tayyor qilib qo'yman o'zi. Tushunarlimi? Daraja minus 23, daraja minus 20 ga o'tdi. Demak, menda hozir daraja 3 taga nima qildi? Kattalashdi. Demak, son 3 taga xonalari jihatidan kichkinalashi kerak edi. 6,02 ni kichkinlashib qo'ydik. Tushunarlimi? Keyin holatga o'tsam maylimi? Qaranglar. Minus 23 edi, minus 24 ga o'tdi. Nima qildi endi daraja? Nechtaga? Bittaga kichkinlashdi. Demak, sonni nima qilaman bittaga? Nima bo'ladi endi bu? Tushunarlimi? Keyingi holati.
Minus 23 minus 17 bo'ldi. Nechtaga farq bo'ldi daraja jihatidan? Nechtaga? 6 taga. 6 taga kattalashdimi, kichkinalashdimi? Kattalashdi. Demak, endi hozir daraja 6 taga kattalashdi degani, son 6 taga xonalari jihatidan kichkinalashadi degani. 6.02 midi? Ketdik. Qani mana shu ismni faqat sal bundoq qiyshaytirib yozaman. Ketdik. Bu yoqdamidi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tushunarli bo'ldimi? Mana mana shu holatda oladigan bo'lsak, bu son bilan bu son va bu son qolganlari xolos hammasi nima ekan bir-biriga teng sonlar hisoblanar ekan, faqat standart shaklli boshqa holatida ifodalangan hisoblanadi. Tushunarli bo'ldimi? Ketdik. Davom etsam bo'ladimi? Aniqa? Ketdik qani. Endi yozamiz. Sonning standart shaklini ko'paytirish va bo'lish. Sonning standart shaklini ko'paytirish va bo'lish. Xo'p, endi qaranglar. Sonni standart shaklini ko'paytirish uchun nima ish qilinar ekan desak, qaranglar. Ikkita standart shakldagi son olaylik. Misol uchun 2 ko'paytirilgan 10 usti 5 ni ko'paytiraman yana boshqa bitta standart shaklga. Misol uchun deylik, 3 ko'paytirilgan 10 usti Xo'p, 7 deylik. Mana shuni qanaqa qilib bir-biriga ko'paytirib olsam bo'lar ekan desa, qaranglar. Oson. Juda oson holatda ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu o'zi standart shaklli ikkita qismi bor, qaranglar. Mana shu qismi o'zi to'g'risida gaplashsam, boshqa narsa yo'q. Mana bu ko'paytiruvchi qism, mana bu nima ekan? Daraja qismi, to'g'ri? Bunda ham xuddi shunaqa. Bu nima ekan? Ko'paytiruvchi qism, bu esa standart qism. Ya'ni daraja qism. Endi qaranglar. Mana shular o'zaro ko'payayotgan paytda nima qilinar ekan desa, mana bu oddiy butun sonmi? Mana bu oddiy butun sonmi? To'g'rimi? Bu qanaqa son? Oddiy alohida qarasam, umumiy holatda bu standart shakl, lekin mana shu qism nima u? Daraja, sonning darajasi. Bu nima? Bu ham sonning darajasi. Sonni darajasini ko'paytirish bo'lishi ko'rdikmi o'tgan safar? Butun sonlarni ko'paytirish bo'lishi bilamizmi? Bo'ldi, qaranglar. Butun son bilan butun sonni o'zaro amalni bajarasiz. 2 kiruvchi necha? Bo'ldi. Butun son hozir demak bu qismda 6. Endi keyingi qism. Xo'p, bu bilan bu qismni olamiz. Daraja sonlarini ko'paytirish o'tgan safar, to'g'rimi? Hop, qaranglar. 10 ning 5-sini ko'paytirsam 10 ning 7-siga nima bo'lardi mana shu yerda? Ha, darajalarni nima qilib ketardi? Qo'shilardi. Demak, men hozir darajalarni qo'shsam 10 ustidan necha bo'lardi? 12 bo'lardi. Mana javobinglarni olibsizlar. Oson ekanmi? Aniqmi? Ketdik qani. Menga o'zingiz aytib turasizlar. To'g'ri ko'paytirilgan 10 usti 20. Ko'paytiramiz mana shu standart shaklli. Xo'p, boshqa holatga 6 ko'paytirilgan 10 usti 5 deylik. Nima qilar ekanmiz? Butun son qismga ko'paytiramiz. 6 kira 4 24. Xo'p. Keyin nima qilar ekanmiz? Mana bu daraja, sonning darajasi qismi o'zaro ko'paytiramiz. Nima qilardi u paytda? Darajalar qo'shilib ketardi. Ketdik. 10 usti necha bo'lar ekan shunda? 20 ga 5 qo'shdim. 10 usti 25 holati bo'lar ekan. Tushunarlimi? Oson ekan-a? Boshqa holatda, oldingi holatlarda yadro reaksiyalar yoki boshqa mavzularni ishlayotgan bo'lganda, birinchi darajalarni, standart shaklda keladigan sonlarni darajasini birinchi to'g'irlab olardik bir-biriga. To'g'irlab olib, keyin ma'lum bajarardinglar. Hozir u narsani endi qilmaymiz, tushunarli? O'sha narsani hozir yo'qotamiz. Proporsiyali holatga kelamiz hozir. Xo'p, qaranglar. Endi bu holat tushunarli bo'lsa, o'ziliga misol. Bitta hisoblab ko'ringlar chiqani. Xo'p. 4,5 ko'paytirilgan 10 usti 3 ni ko'paytiringlar. Xo'p.
2 ko'paytirilgan 10 usti 24 ga. Keyingisi. 3,6 ko'paytirilgan 10 usti hop 7 ni hop ko'paytiramiz shunda. 3,5 ko'paytirilgan hop standart shakl holatida -3 ga bo'lsin mana. Manfiy ifodalini ham ko'rganmizmi o'tgan safar? Darajalar hozir o'zaro ko'paytirilayotganda daraja qismlari qo'shilardi. Faqat manfiy ifoda kelgan paytda ham xuddi shu narsa amali oddiy bajarilardi. Qani bitta harakat qilayotgan ikkalasiga davomiga o'tamiz. O'xshadimi? Davomiga o'tsak bo'ladimi? Qaranglar. Shunda. Nima qildinglar birinchisini? 4,5 ko'paytirdik, 2 ga necha chiqdi? 9. Ko'paytirilgan 10 usti necha bo'lar ekan? Darajalarni qo'shib orar ekanmiz. 10 usti 27. Tushunarli bo'ldi bu? Xo'p. Keyingisi. 3,6 ni 3,5 ga ko'paytirdik. Necha? 12 butun. Shunaqami? Ko'paytirdik. 10 usti 7 ni 10 usti -3 ga. Nima bo'lardi bu yerda darajalari? Darajalar qo'shilishi kerak edi. Plus bilan minus nima ketib qolardi? Minus ketardi. 7 dan 3 ayirib qo'yinglar. Shunaqa chiqdimi? Shunaqa. O'chirsam bo'ladimi buni? Qani boshqacharoq holatlarni ham bitta ko'raylikchi. Xo'p. Hisoblab tursanglar bo'ladi o'zinglar.
Yetadi. Xo'p. Oxiriga ishlab tugatdinglarmi? Boshladik. Nima qilishimiz kerak birinchisi hozir bunda? Ya'ni nima edi? Ko'paytuvchi qismlarni o'zaro ko'paytirib yuboramiz. 7 kir 3 21. Hop, daraja qismlari esa nima qilinishi kerak edi o'zaro? Ko'paytirish bo'lsa, darajali sonlar o'zaro ko'paytiriladigan bo'lsa, darajalari qo'shilardi. Hop, demak, 10 usti 3 bilan 10 usti minus 3 o'zaro qo'shilsa, nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Chunki mana plus bilan minus bo'lib ketardi, 3 dan 3 ayirdik. 10 usti necha bo'lar ekan? 0. Har qanaqa sonning 0-darajasi 1 ga teng. Hop, 1 ga teng. 21 1 ga ko'paytirib necha bo'ladi? Tushunarlimi? Buning natijasi 21 ekan. Keyingisi. Hop, nima chiqdi aytinglar chiqqani? 24. Bu qism esa hozir 4 bilan minus 6 o'zaro nima qiladi? Darajali sonlarda qo'shilishi kerak edi. Hop, qarama-qarshi ifodali sonlar o'zaro qo'shilsa, mana 4 plus 4 minus 4 mi do'st? Plus bilan minus kelsa, bitta qoida bor edi. Unda natija plus ham minus ham chiqish mumkin edi. Qaysi biri katta? Nimasi kattasi? O'zi bu kichkina son, bu katta son o'zi. Bu yerda nima edi? Moduli kattasi. Moduli kattasining ishorasi qo'yiladi. Hop, kattasidan kichkinasi ayriladi modul jihatidan. 6 dan 4 ayirdik. Hisob bo'ling. Tushunarlimi? Keyingisi. 9 kir 3 27 ko'paytirilgan 10 usti 5 mi 1 mi? Ko'paytirilyapti. O'shancha darajalari hozir qo'shiladi. Qarama-qarshi ifodalar plus bilan minus o'zaro qo'shilayotgan paytda biz hisoblardik, nima qilardik? Katta sondan kichkina sonni ayirar edik. Bir qoladi. Kattasini ishorasini qo'yib qo'yardik. Ya'ni plus 1 o'zi chiqargan. 10 usti 1 degani 10 dan bitta deganimi? 27 ni 10 ga ko'paytirib yuboraylik chiqqan. Necha bo'lar ekan bu? Bu 270 ekan. Bu 21 ekan. Bu-chi endi desa qaranglar. Молодец. Yaxshi. Tushunasizlar? Mana son hozir o'zi minus darajali hozir son standart shaklida kelsa, u son mayda hisoblanadi. Manfiy ishorali son keldimi darajada, u mayda son. 0 dan kichkina son bo'ladi katta ehtimol. Tushunarli? Oldingi songa faqat ko'paytirib ko'rishimiz kerak. Undan tashqari xulos kelib chiqadi. Bu to'g'risida bitta gaplashadigan bo'lsak qaranglar. Mana mana shu qism to'g'risida. 24 ko'paytirilgan, nega shunda? 10 usti minus 2. Xo'p. Biza 10 usti 2 bo'lsa, sonni katta o'zi katta son bo'lardi. Darajasi musbat ishorali son bo'lsa, demak uni hozir surardik, sonni kattalashtirardik. Lekin manfiy ishorali son kelsa darajada u kichkinadir, 0 butunga o'tkazib yuborasizlar teskari. Tushunarli? Ya'ni musbat ishorali son bo'ladigan bo'lsa darajada, uni hozir aynan o'sha nollarni yo'qotish maqsadida 10 usti nechiligini yo'qotib, oddiy son holatda yozmoqchi bo'lsangiz, standart shaklda yo'qotib, virgul nima qiladi? Sizlar tomonidan qaraydigan bo'lsa, o'sha suriladi xullas. Sizlar tomonidan qarasak, o'ngga suriladi demak. Tushunarli? Chunki bu son katta. Manfiy ishorali keladigan bo'lsa esa chapga suramiz. Tushunarlimi? Bu yerda ham xuddi shunaqa qaranglar. Virgul qayerda o'zi? Bu yoqdami?
Mana buni o'zi to'g'risida gapirasan. 10 ning minus ikkinchisi necha desa o'zi 0 dan 2 bo'lardi, 10 ning ikkinchisi. 2 ta 0 bo'lardi. 1 dan keyin 2 ta 0 bo'lish kerak edi. Agar mana hozir 10 usti 2 bo'lganda, buni necha deb qo'yardim? 100 deb qo'yardim. 0 dan mana 2 ta. Tushundinglarmi? Hozir endi mana shu minus 2 mi? Endi 1 dan keyin 2 ta 0 emas, 1 dan oldin 2 ta 0 degani bu. Tushunadingmi? Oddiy qilib aytsam, mana shunisi qulayroq. Hozir boshqacharoq holatda ham tushuntiraman, lekin u narsani eslab qolishingizga maslahat bermayman. Tushunadingmi? Mana shu esingizda qolsin. Demak, menda hozir musbat ishora bo'lsa 10 ga surib kattalashtiraman, manfiy ishora bo'lsa demak chapga surib kichkinlashtiraman. 0.01 ko'paytiraman necha keyin mana rostida ko'paytirib yuboring-da. 24 ga. 0.24 ekan natijamizni qo'ysanglar bo'ladi. Tushunali? Yoki biza aytdik, har qanday darajali sonni, ya'ni har qanday manfiy darajali sonni bir taqsim shu sonning musbat darajali son holatida ifodalasa bo'lardi. Esingizda? A ni minus n-si teng 1 taqsim A ni n-siga. Esingizda bo'lsa. Demak, menda hozir berilayotgan son ikkinchi holatga o'tdim. Bu narsa lekin shart emas, mana bu holat qulayroq. 24 ko'paytirilgan 10 usti minus 2 mi? Mana bu daraja, sonni darajasi so'rim. Sonning darajali holati. 10 ning minus ikkinchisi ni alohida olsam, bu teng nimaga? 1 taqsim shu sonning musbat darajasi. Esingizda? 10 ning kvadrati necha? 100. 1 taqsim 100 degani. 1 ni 100 ga bo'lsanglar baribir 0.1 chiqadi. 0.01. Mana. 0.100 dan 1. Tushunali? Bu faqat cho'zib ko'rsatilayotgan. Oddiy eslab qolamiz. Musbat son tursa darajada 10 ga surib sonni kattalashtiramiz. Manfiy darajada bo'lsa shuncha suramiz chapga. Tushunali? Kichkinalashtiramiz. Ketdik. Demak, buni o'chirdim. Bu son shunda necha bo'ldi? 0.24. Keyingisi. Natijasini aytinglar, necha chiqargan buni? 16 ko'paytirilgan 10 ning minus birinchisi. Yaxshi. Keyingisi. 10 ning plus birinchisimi? Shunaqami? Minus 3 ga qo'shdik 4 plus 4. Qarama-qarshi ishorali son kelib qoldi. Qarama-qarshi ishorali son bo'lsa, moduli kattasini ishorasi qo'yilar ekan. Bu plus edi, bu minus edi. Moduli kattasi bu, o'shancha plusda turibdi, yozmadik. Va katta sondan kichkinasini ayirib qo'ydik, 1 chiqdi. Keyingisiga o'tdik. 5,5 1,5 ko'paytiringlar. 7,8,25. Ko'paytirilgan 10 usti necha bo'lar ekan endi desa, minus bilan minus ko'paytirayotganimizda o'zaro qo'shilardi. Ikkita minusmi? Ikkita minus nima bo'lardi? Manfiy ishorali chiqardi aniq va nima qilardi? Sonlarni qo'shib qo'yardi. Necha bo'ladi shunda? Yaxshi. Keyingi holat. 4,2 ni 2 ga ko'paytirdim. 8,4. Ko'paytirilgan 10 usti necha bo'lar ekan endi? 1 ga 3 qo'shib qo'yamiz. Darajali sonli ko'paytirilayotgan paytda nima qilardi? Darajalari qo'shilardi. Bo'ldi. Shu holatda chiqargan bo'lsangiz, demak to'g'ri hisoblaysiz. Keyingi holat. Endi qaranglar. Mana bu sonni standart shakli holatida. Bu-chi? Oddiy butun son holatda keldi. Shunaqami? Bu sonni standart shakli holati. Va oddiy sonni ko'paytiramiz. Shu paytda nima qilinadi desa, ikkita holatda tushuncha bersa bo'ladi. Xohlasanglar bu sonni ham standart shaklga o'tkazinglar. Standart shaklda aytilardi. Butunmi qanaqadir xullas son berildimi? Standart shaklda yozish uchun 10 usti 0 desak bo'lardi. Mana. Har qanaqa sonning ko'paytiruv 10 usti 0-darajasi 10 usti 0 necha degani baribir? 1. 1 3 ga ko'paytirsa baribir 3 deganda. Tushunali? Oldiga 10 usti 0 qo'shib bersanglar bo'ladi. Ketdik. 3 ga 2,6 ga ko'paytirdik. 7,8 ko'paytiruv. 0-si, ikkinchisi. Necha bo'ladi? 0 ga 2 ni qo'shdim, 2 bo'ldi. Tushunali? Yoki bu holatda shunda men bunga qaramasdan butun son qismini 3 ga ko'paytirdim 2,6 ga. Tayyor chiqdi javobinglar. 10 usti 2 ni shunday yozib qo'yilib bo'ldi. Tushunali? Aylantiramiz. Keyingisi. Aytolasizlarmi o'zinglar? 12 ko'paytirib buni shunday yozib qo'ydim. Ketdik, xo'p.
Necha chiqdi bu? 12,5 ko'paytirib 10 usti 1. Bu necha degani o'zi? 125 degani, to'g'rimi? 10 ni 12,5 ga ko'paytirdim. Keyingi holat endi teskarisi. Endi qaranglar. Sonni standart shakl turib, bu yerda hozir butun son yoki qanaqadir son emas, daraja, sonning darajasi kelib qoldi. Darajali son kelib qoldi. Bu paytda endi nima bo'lardi? Har qanaqa sonni hozir darajali holat kelsa, taqqa etib bir qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Tushunali? Ko'paytiruvchi qismiga 1. Chunki bu sonni hozir 1 ga ko'paytirdim nima, ko'paytirmadim nima. Tushunali? 7,5 ni 1 ga ko'paytirsam baribir 7,5. Ko'paytiruv 10 ustida necha bo'ladi? 5. Keyingi holati. Buni yana nima qilib qo'ysam bo'ladi? 1 qilib qo'ysak bo'ladi. 14 ni 1 ga ko'paytirdik. 14 bo'ldi. Ko'paytirib 10 ustida necha bo'ldi? -5 ga qo'shdim 7 ni. Qarama-qarshi ishorali keldi. Moduli kattasini hozir ishorasi plyus ekan, o'sha plyusda turibdi. Katta sondan kichkinasini ayirdik 2. Tushunali? Urush beryaptimi buni? Urushmayapsiz-da. Ketdik. Tushunali bo'ldimi? Bu qanaqa holati? Son standart shakllarini ko'paytirish holati. Demak, bu hozir 1 ni ham olib tashsam bo'lar ekan-da, xuddi shunaqa, to'g'rimi? Ketdik. 14 mi? 14 o'zi. 10 ustida mana darajali sonlarni oddiy hisoblab qo'ysanglar bo'ldi degan. Tushunali? Unda qaysidir holati chala holatda kelib qolgandek bo'lib qoldi ko'rinishi. Bo'lishga o'tsam bo'ladimi? Ketdik. Endi xuddi shularni bo'lish holatlari. Bo'lishda darajali sonlar nima qilinardi? Ayirlarda u paytda ana butun son yoki qanaqadir son berilsa 10 ustida 0 qo'yishingiz shart bo'lib qoladi. Bu yerda qo'yish shart bo'lmadi-ku, to'g'rimi, ko'paytirishda. Shundan ko'chirib qo'ydinglar bo'ldi. Lekin bu yerda hozir shart bo'lib qoladi, qarab turinglar. Bittada hisoblab turamiz a? Bilamiz-ku mavzularni. Xo'p. O'tgan darslarda ularni ko'rdik. Xuddi shu amallarni to'liq bajarsak bo'ldi. Xo'p. Hayol surmay. O'zi uxlab kech qolib keldi. Yana hayol suradi. Ko'chaga qachon uyga ketar ekanman, yana uxlayman. Uyquchi o'ta keldi. Yo'q, qattiq o'ylayapsizmi? Boshlandi mana, yana boshlandi. Ketdik. Endi bo'lish. Sonni standart shakllarini bo'lyapmiz. Bo'lish qaranglar. Mana shu ifoda bilan yozsam ham, kasr chizig'i bilan yozsam ham bitta ma'noga egami? Shunaqami? Rozimisizlar, mana shuni hozir bo'luvni kasr holatda yozib ketaman. Ketdik.
Xo'p, buni alohida yozamiz. Shularni o'zini hisoblab olaylik. Qaranglar. Birinchisida nima qotuvdik? Shunda qaranglar. Bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu ish. Ko'paytirishda nima dedik? Butun qismga, ya'ni oddiy son qism ko'paytuvchi qismni to'g'rirog'i 4,5 ni nima qilar ekanman shunda? Bo'lar ekanman 1,5 ga. Nech chiqdi? 3. Ko'paytiruv. Endi darajali son bilan darajali son bo'linsa nima bo'lardi darajalari? Ayrilardi. Ketdik. 3 dan ayiraman 2 ni. 10 usti 1. Tushunarlimi? Tushunasizlarmi? Xo'p, keyingisi. 5 dan 5 ni 4 ga bo'ldim. 1.25 hisob kitob qilib bo'ldik. Ko'paytuvchi qismmi? Endi darajali sonni hozir o'zaro amalni bajarishimiz kerak. 10 usti 7 turgan ekan-da mana. Bo'linyapti. 10 usti yana 7 ga. Darajali nima qilinardi u paytda? Ayrilardi. 7 dan 7 ni ayirdik. 10 usti 0. 10 usti 0 nechaga teng degani har doim 1 ga teng. Har qanaqa sonning 0-darajasi 1 ga teng edi. 1.25 ga ko'paytirdik, 1.25 demak o'zi qolar ekan-da. Olib qo'ysak bo'lar ekan. Tushunarli? Keyingisi. Hop, 11 2 ga bo'ldik. 5,5 bo'ldi. 10 usti necha bo'ldi? Ha, 4 dan ayirdim 6 ni. Demak 10 usti -2 bo'lar ekan. Keyingisiga o'tdik. 6 ni 3 ga bo'ldim. 2 bo'ldi. 10 usti qaranglar endi. Mana mana shu ehtiyot bo'lasizlar. 10 usti qaranglar, -2 edi. Uni nima qildim? Bo'ldim. Darajali nima qilinishi kerak bu yerda? Ayirish kerak. Asosi o'zgarmaydi, lekin bu hozir bo'layotganda ayruv necha ekan bu? 2 ekan. -2 -2 necha bo'lib qoladi shunda? -4 bo'lib qolar ekan. Demak 10 usti -4 holatida ifodalagan bo'lsanglar, to'g'ri hisoblabsizlar. Keyingisi. Xo'p, demak 9 3 ga bo'ldik. 3 qoldi. 10 usti qaranglar, endi ehtiyot bo'lamiz. Mayli, mana shuni shu yerda o'ziga yoza qolaylik mana. 10 usti asosi o'zgarmaydi. -4 bo'lsa nima qilardik? Ayirardik. Necha ekan? Shu holatda yozsam bo'ladimi? Qavsiz ham yozsak bo'ladi, to'g'rimi buni? Mana. O'shanda necha bo'lyapti? -4 -7. -11. Keyingisi. 12 ni 2 ga bo'ldik. 6 bo'ldi. Xo'p, 10 usti qaranglar. -3 dan ayirdik 2 ni. -5 holatiga keldi. Shunaqami? Xo'p. Keyingisi. 18 9 ga bo'ldim. 2 bo'ldi. 10 usti 6 dan ayirdim, bo'luvni hisobidan ayirdim, -8 ni. Mana mana shu ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. 2 ta minus kelsa nima bo'lardi yig'indisi ularni? Ya'ni ishoralar o'zaro ko'payib 2 ta minus plyusga aylanardi, to'g'rimi? 6 ga 8 ni qo'shib yuboringlar. 14 bo'lib qolar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi. 12,5 2 ga bo'ldik. 6.25 ko'paytiruv 10 usti necha chiqdi? 10 usti? Qaranglar. 7 edi. Bo'luvni hisobidan biz darajadan ayirardik. -4. 2 ta minus nima bo'lib ketadi? Plyus bo'lib ketadi. 7 ga 4 qo'shinglar. 11. Keyingisi. 3 bo'ldi 2 ga. 1,5 bo'ldi. 10 usti qaranglar endi. -3 ayruv necha ekan keyin? Ha, mana shu ehtiyot bo'linglar-da endi. Tushunarlimi? 2 ta minus nima bo'lib ketadi mana bular? Plyus bo'lib ketib qoladi-ku. -3 plus 2. Nima bo'ladi? -1 bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Aniqmi? Keyingisiga o'tsam bo'ladimi? 8.2 ni 4 ga bo'ldik. 2 butun. Mana bu o'zi qaranglar, verguldan keyingi son 2 mi? Undan keyin o'zi xohlagancha 0 bor, to'g'rimi? 2 ni 4 ga bo'la olmayman, bu yerga bitta qo'shdim mana, nazarimda. 20 ni 4 ga bo'ldim. Tushunarli? Ketdik. Xo'p, 10 usti -7 turgan ekan o'zi. Bo'lganimni hisobdan ayirib tushdi. Va necha turibdi yana bu yerda? -10 turibdi. 2 ta minus nima bo'lib ketib qoladi? Plyus bo'lib ketib qoladi. -7 plus 10 nechaga teng? +3 ga teng. Shunaqami? Keyingisi. Mana shu holatga hisob bo'lasizlar, qaranglar.
Har doim ham son standart shaklini son standart shakliga ko'paytirish yoki bo'lishga urinmas ekan. Mana shunaqa holat kelib qolsa, ya'ni oddiy sonni standart shakldagi songa bo'lish holati kelib qolar ekan. Xo'p. Bitta narsani oldin fikrlaylik. Bu son kattami? Suratdagi mahrajdagi son kattami? Juda ham katta, to'g'rimi mahrajdagi? Mana bu degani 1 dan keyin 23 ta 0 bor va uni 6.02 ga ko'paytir. Bunda chiqadi 602 va 21 ta 0. Juda katta sana. O'sha trilliard bir nimalarni qidirib o'tiruvdilar-ku internetingizdan. To'g'rimi? Shuncha pulim bo'lsa deb. U menimcha o'qiy olmasanglar kerak unaqa. 602 va 21 ta 0. Umumiy 24 ta xonali son degani. Juda katta son. Bu-chi? 5.6. 2 xonaliga ham o'tmagandek bu hali qiziq. 10 soniga ham yetib bormagan qaranglar. 5.6 bu. Bu kichkina son. Endi bitta narsani fikrlaylik. Kichkina sonni katta songa bo'lsak, natijamiz nima bo'ladi? Mayda son chiqadimi, katta sonmi? Mayda son chiqadi. Juda ham, qaranglar. Bitta narsani xulosa qilamiz. 100 ni bo'ling 2 ga. Katta sonni kichikka bo'ldimmi? Natijam katta son chiqadi. Ya'ni butun son chiqadi. 0 butunda emas, butun son. Lekin mana shuni teskarisini qilsam chiqaraylik. 2 ni 100 ga bo'lsamchi? 0.0 Shunaqa. Mayda sonmi bu endi? 1 butun emas-a? Bu kichkina son chiqadi. Xulosa, agar bizada kasr holatida turganda, xullas bo'luvda suratida katta son turib, mahrajida kichik son bo'lsa, bo'luvchi, ya'ni bo'lganimizdan keyin natijamiz ham nima chiqargan? Katta son chiqargan. Ya'ni butun son chiqargan. 0 butundan kattaroq chiqargan. Desanglar ham mayli. Lekin suratda turgan va mahrajda turgan sonlarni solishtirsak, mahrajdagi son katta bo'lib, suratdagi soni kichik bo'lib qoladi. Kichkina narsani katta songa yana ham bo'lib tashlsam, bu yerda juda mayda son chiqadi. 0 butun nechadir chiqib ketadi. Tushunarlimi? Xulosa, bu yerda ham qaysi holatga to'g'ri keladigan holatni ko'ramiz. Birinchisiga ham ikkinchisiga ham. Ikkinchisiga. Kichik sonni juda katta songa bo'lasizlar, bu yerda ham demak mayda son chiqadi deysizlar. Tushunarli? Mayda son chiqyapti degani 10 usti minusga o'tadi degani. Eslab qolinglar. Yoki oddiy qilib aytadigan bo'lsak, hop, qiynalyapmizmi? Oddiy sonni nima qilamiz? Son standart shaklda 10 usti 0 deb faraz qilsak bo'lardi. To'g'rimi? Chunki 10 usti 0 baribir 1. 1 ni 5.6 ga ko'paytirsam, baribir 5.6. Ketdik. 5.6 ni bo'ldim 6.02. Bo'linglar. 0.93. Ko'paytirilgan. Qaranglar. 10 usti 0 edi. Undan hozir mana nima ekan? Bo'luv. Darajalar nima qilardi? Ayrilardi. 0 dan 23 ayirsa nima qoladi? Minus 23 bo'lib qoladi endi. 23 edi. Endi minus 23. Bu son katta sonmi, mayda sonmi? Bu juda mayda son, tushunarli? Mana mana shu 0.93 mi va undan oldin o'zi 0 lar bor ekan. Tushundinglarmi? Osonmi? Endi qaranglar, keyingisi. Bu yerda nima qilib qo'yamiz shuning uchun? Bo'luv kelgan paytda o'zinglarni chalg'itmaslik maqsadida shundan nima qilib qo'yar ekansizlar? 10 usti 0-darajani qo'shib yuborasizlar. Tushunarli? Hop, 4.75 ni 3.01 ga bo'ldik. 58 mayli. Taqriban oldingizmi? Ishini qilmaydi. Bizga asosiy qism mana mana qismni o'rganish qoldi. 10 usti 0 dan ayiraman minus 21. Endi ehtiyot bo'linglar. 0 dan ayiryapman. Bo'luvni hisobidan ayirdim. To'g'rimi? Darajali sonlarni hop bo'layotganimizda o'zaro ayrilish kerak edi. Ayirdim, necha ekan o'zi? Bu o'zi kichkina sonmidi? Katta sonni sizlar kichik songa bo'ldinglar. Natijali katta chiqadi. Shuning uchun plusga o'tib ketadi, qaranglar. 2 ta minusga qolsa nima bo'ladi? Plus bo'ladi. 0 ga qo'shdim 21. Ana, bu nima bo'lar ekan? 1.58 10 usti 21. Ya'ni bu 158 va 20 19 ta 0 deganiga. Katta son bo'lib ketdi. Tushunarlimi? Mashinasiga ehtiyot bo'linglar, xo'p. Ishoralarda yaxshilab ahamiyat berib hisoblashinglar kerak. Xo'p, davomiga o'tsam bo'ladimi? Keyingi holat. Yana bitta ikkita holat shunisi bo'yicha ko'raylik.
Endi bunaqa holat kelib qolsa-chi? Ya'ni bundan oldingi holatda surat qismida 10 ustun 0 ni o'zimiz qo'shib berdik, chunki bu yerda oddiy son turgan edi. Standart shaklga holatiga keltirish uchun 10 ustun 0 ni o'zimiz qo'shdik suratiga. Endi bu yerda teskarisi, mahrajida shunaqa holat keldi. Ya'ni surat qism sonni standart shaklida, mahraj qism esa oddiy holatda turibdi. Buni nima ish qilamiz? Xuddi shunaqa 10 ustun 0 ni qo'shib yuborasizlar, tushunali? Ketdik. 10 ustun necha ekan bu? 0. Har qanaqa sonning 0-darajasi demak 1 soniga teng, 0.8 ga ko'paytirsa baribir 0.8 chiqadi. Ketdik. To'g'ri 0.8 ga bo'lamiz. 5 ko'paytirilgan 10 usti. O'zi 5 edi. Bo'luv kelganda biz darajalarni ayiramiz. 5 dan 0 ayirdim. Bo'ldi, 5 o'zi qolar. Tushunarlimi? Keyingi holat. 7.2 ni 2 ga bo'lib oldim. Men buni hozir 10 usti 0 deb olaveraman. 3.6 ko'paytirilgan 10 usti 25 dan ayirdim. 0. Necha bo'ladi baribir? 25 bo'ladi. Va oxirgi holati 9.8 ni 10 usti minus 21 bo'lamiz 24.5 ga. 10 usti 0 qo'shib yuborasizlar. 9.8 ni 24.5 ga bo'linglar. 0. Necha? 0.4. Ko'paytirilgan 10 usti minus 21 dan ayirdim 0. Necha qovuradi baribir? Minus 21 ni o'zi qovuradi. Tushunarlimi? Mana shu hozir javob misol uchun qaysidir masalalarda misol uchun chiqdi, lekin javobda varianti yo'q. Mana shuni o'zgartirib boshqa holatda ifodalash bor edi. To'g'ri ko'paytirib 10 usti necha desam bo'ladi buni? 10 usti 20 mi? Kelani qo'ydingiz. Son nima qildi bu yerda? Ko'paytiruvchisi nima qildi? 0.4 4 ga aylandi. Bir xonaga surilib kattalashdi. Demak, darajasi kichkinalashish kerak. Minus 21 mi? O'ta minus 22 bo'lib qolish kerak. Tushunarli bo'ldimi? Mana shu son standart shaklini amallari edi. Endi mana shuni proporsiyali holatlari kelib qoladi. Proporsiyasini shunday oson. Mana shu amallarni faqat qo'shilgan holatda hisob-kitob qilib ketsangiz bo'ladi. Bizlar oldingi holatlarda 10 usti 23 ga birinchi keltir. Keyin hisob-kitob qildirdik. O'sha narsani olib tashlaymiz endi. Xo'p. Proporsiya holatlari.
Xo'p. Birinchini hisoblasak qaranglar. Proporsiya nimaligini bilamiz-ku, to'g'rimi? Qarama-qarshi tomonlarni bir-biriga aniq qismlarni ko'paytirib, keyin qolib ketgan songa bo'lardik. Mana shu holatda hisoblanardi. Necha? 100? Shunaqa chiqadimi javobi? Aldos. O'zi aslida proporsiya hozir ikkita aniq qarama-qarshi qism bir-biriga ko'paytirish kerak, to'g'rimi? Mana qaranglar. 301 ko'paytirib 21 qaysi biriga ko'paytirishim kerak o'zi? Keyin chiqqan natijani nima qilishim kerak? 6.02 23 ga bo'lishimiz kerak, to'g'rimi? Qani shu ishni qilib ko'raylik, mayli. Xo'p. 301 ko'paytirib 10 usti 21 ni ko'paytirar ekanman nechiga? Shunaqami? Alohida mayli hisoblaymiz birinchi. Ko'paytirayotganda nima qilinardi? Hozir o'tdik. Son qismlarini o'zi, ya'ni ko'paytiruvchi qismlarni o'zini ko'paytirsa bo'lardi. Chunki bu hozir sonni standart shakli holati, bu esa oddiy son holati. Standart shakli holatida emas. Xo'p. Shuni ko'paytiraylik. 301 ni bunga 69832 ko'paytirib 10 ustiga necha deb qo'yaveraman? 21. Lekin mana buni oldiga 10 ustiga 0 qo'shib yuborsangiz ham xuddi shu narsa bo'ladi, to'g'rimi? Ko'paytirdik, mana shu son chiqdi. Endi bu sonni nechaga bo'lishim kerak? 6.02 ko'paytirilgan 10 usti 23 ga. Endi nima qilamiz? 69832 ni bo'linglar 6.02 ga. 11600 ko'paytiruv. 21 dan 23 ga ayiramiz. Tushunasizlar? Xuddi shu amal, xullas ko'paytirish bilan bo'lish bir-biri yonma-yon kelib qoldi. Qaranglar. Mana shu xo'p 11600 ko'paytirib 10 minus 2 chiqdi. 21 dan ayirdi 23 minus 2 o'tdi. Yoki mana shu standart shaklni har xil holatda berilishi mumkin variantlarda. Mana nollarni olib tashlab 116 ko'paytirib, qaranglar, ikkita nolni olib tashlab bu yoqqa beraman shunda. Necha bo'lib qoladi endi u? 10 usti 0 bo'lib qoladi. Tushunasizlarmi? Yoki mashina hozir mana surdikda mana hadini qaranglar mana 116 Mashga kelib qoldi Bergunan. Nechtaga son nima qildi qaranglar? 1 2. Son 2 xonaga kichkinalashdi, demak daraja 2 taga kattalashish kerak. Tushunarlimi? Hop, yana nima desa bo'ladi desa, yoki boshqacha holatda oddiy fikrlaydigan bo'lsa, oddiy son holatga. 10 usti minus 2 degani 1 taqsim 100 degani. Chunki 10 usti 2 100. Demak 10 usti minus 2 1 taqsim 100. 1 taqsim 100 degani bu nima edi? Yoki nima qilardik? 1 sondan oldin xolos 2 ta nol qo'yib qo'yardik biz oddiy qilib. Shunaqami? Uni ko'paytirar ekanmiz shunda 11600 ga 2 ta 0 qisqaradi, demak 116 qolaveradi baribir natija. Tushunarli? Ketdik. Demak nech chiqargan? Natijalar. Xo'p, aynan shu holatda demak birinchi ko'paytirish amalini alohida yozib, keyin bo'lish amalini alohida yozishimiz shartmi degan savol bor. Yo'q. Proporsiyani hozir boshqacha holatda ham yozish mumkin-da. Mana 301 ko'paytirilgan 10 usti 21 ni ko'paytiraman nechaga? 232 ga. Keyin uni bo'lishim kerak. 6.02 ko'paytirilgan 10 usti 23 ga. Shunaqa. Nima ish qilamiz deydi, qaranglar. Birinchi bo'lib mana shunday holat kelsa darajali sonlarga bundoq qarab olaylik bo'ldi. Darajali sonlarni shunday olamiz. 10 usti 21, 10 usti minus 10 usti 23. Ular bo'lish amali holatida turibdimi yoki ko'paytirish holatida turibdimi? Bo'lish holatida, to'g'rimi? Tegma-teg turibdi-ku mana. Buni tegida turibdi-da bu. Demak bo'lish. Demak birinchi darajali sonni hisoblasanglar bo'ladi. 10 usti 21, 10 usti 23. Bo'lish. Demak darajalar nima qilinadi? Ayriladi. Demak 10 usti necha qoladi? Bo'ldi. 10 usti minus 2. Bularni hisoblab bo'ldinglarmi? Bo'ldi. Bularga bundoq qilib qaramasanglar ham bo'ladi. Davom oson-ku mana shu, to'g'rimi? Shundoq. 301 ko'paytiramiz 232 bo'lamiz 6.02 ga. Tushunarlimi? Unaqa desanglar ham bo'ladi. Qaysidirlar, kimdirlar misol uchun ko'rishi mumkin bu narsani necha marta o'zgarish bo'layotganligini, kimdirlar ko'rmay qolishi ham mumkin. Tushunarlimi? Xo'p. Shu holatda hisoblasanglar to'g'ri. Bo'ladi siz aytayotganingiz ham yaxshi. Unaqa fikrlasanglar ham to'g'ri. Xo'p, buni hisoblaysizlar, xullas 301 keyin bunga ko'paytirib, bunga bo'lasizlar. Bo'ldi, chiqadi natija. Tushunarlimi? Ketdik. Keyingisiga o'tsam bo'ladimi? Demak, har doim darajalarni bir-biriga to'g'ri keltirish shart ekan.
Shart emas ekan. 23 holatiga har doim keltirmas ekanmiz endi. Xo'p. Qarama-qarshi tomonlar bir-biriga ko'paytirib keyin bo'lishimiz kerak edi. Lekin men hozir bularni o'zaro bo'lib olib, keyin bu yerda ham shunaqa amal bajarsam bo'ladi. Men shu ishni hozir qilmoqchiman, qaranglar. Mana shu qismni o'zini oldim. Bular o'zaro bo'luv amalini bajaradimi, ko'paytiruvmi desa, nimani bajaradi? Bo'luvni bajaradi. Chunki qarama-qarshi tomon ko'paytirilardi. Bunaqa hisoblash turi kerak bo'ladigan bo'lsa, mabodo buni ham aytib ketaman. 10 üstü 23, 10 üstü minus 21. Bo'luv amali bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lishi kerak darajalar? Ayrilishi kerak. Deymanda hozir mana shu ikkalasini hisoblab oladigan bo'lsam, men alohida yozib turibman. 10 üstü 23 edi. U bo'luv bo'lgani uchun orasida ayrildi. Minus 21. Ikkita minus nima ketadi? Plus bo'lib ketadi. Ketdi 23 ga qo'shinglar 21. Nechi? 10 üstü 44 holatiga keldi. Davomi. 6,02 0,0301. Buni kalkulyatorda hisoblardinglar. Lekin kalkulyatorda hisoblasa bo'ladi-ku. Nisbatlarni oshirish. Esingizda kasr asosiy xossasi bir xil songa ko'paytiradigan bo'lsak, qiymati o'zgarmas. Ikkala tepa basini ham. Qaranglar, buni olaman mana shu tepa qismini. Bu hozir darajali qismini hisob-kitob qilib oldik. Endi bu qoldi. Yozaman, qaranglar. 6,02 taqsim necha turibdi? 0,0301. Virgullarni surishni boshlayman, qaranglar. Men hozir ham yo'da virgulni yo'qotish uchun necha xona sursam yetarli tepada. Lekin pastdachi 4 ta. Bo'ldi, ko'proq surishinglar kerak. Tushunarli? O'shanda virgul to'liq yo'qolishi kerak. Ketdik. 4 ta suraman, qaranglar. Mana mana shuga olib kelaman mana. Deymanda nima bo'lib qoladi u son? 301 bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Necha xona surdim? 4 ta. 1, 2, 3, 4 ta. Degan tepani ham necha marta surishim kerak? 4 xona surishimiz kerak. Xuddi bu 10,000 marta ko'paytiramiz degan surat bilan mahrajchi. Tushunarli? Pastini 4 ta xonaga surib kattalashtirdim. Tepani ham 4 ta xonaga suraman, qaranglar. 6,02 edi. Virguldan keyin xohlagancha 0 bormi o'zi? Keraklisi talab qilinadiganini olinadi. Ketdik. Bitta surdim, ikkita surdim. 3 ta surdim, 4 ta surdim. Virgulni o'chirib tashladim. Tushunarlimi? Mana bizda hozir endi mana bunaqa holat yo'qoldi, shu holatga keldi. Endi bundoq qaraymiz-da buni. 602 qism bilan 301 nechiga bo'linadi? Ikkita to'g'ri, bu 2 marta kattaroq, 2 marta kichkinaroq. Ikkisini yozdim. 602 ni 301 ga bo'ldim, ikkisini yozdim. Faqat nechta 0 qolib ketdi? Ikkita 0 qolib ketdi. Tushunarlimi? Demak, bu hozir shunaqa holatga kelib qolar ekan. Qaysi qism? Tepasi bilan pasti bo'linganda. Endi nima qoldi? Nima qilamiz endi? Nima bo'lish kerak endi? E'tibor qoling. Xo'p. Nechi chiqdi? 200 ko'paytirib 10 üstü 44. Bu nima bo'lib qoldi degani qaranglar. Mana buni hisoblaganda nechi chiqdi? 200 ko'paytirib 10 üstü 44. Ya'ni bu holat qanaqa holatga kelib qolar ekan desak, endi mana shu bo'lingan sonlar bor edi. Tayyor holatga keldi. Endi nima ish qilamizsa, har qanaqa sonni bir taqsim shu sonni o'ziga teng desa bo'ladimi? Mahrajda 1 deb farz qilaylik, nima qilishni bilmay qolsanglar. Mana buni hisoblab bo'ldinglar, mana shu narsa chiqdi. Bir taqsim qilib yubordim. Endi uni to'g'risida nimalar bor? 232 taqsim x bor deb qaraysizlar. Ketdik. Demak, nima qilishimiz kerak ekan? Xo'p. 232 ni 1 ga ko'paytirsam 232. Demak, 232 ni bo'lishim kerak bo'lar ekan nechiga? 200 ko'paytirib 10 üstü 44 ga. Boshladik qani? Bo'lamiz. Mana 10 üstü 0 qo'yib yuboramiz. 232 ni 200 ga bo'lamiz. 1,16 bo'ldi. 10 üstü 0 dan ayirdim 44. Bo'ldi. Mana javobimiz shunda. 1,16 ko'paytirgan 10 üstü minus 44 holatiga kelib qolar ekan, o'qiymiz. Ish ko'paygana buni. Moslashtirlar, lekin bu ham oson. Ancha oson chiqadi. Chunki mana bu yonma-yon tegma-teg turib qolgan paytda aniq standart shaklda bularni hisoblash osonroq. Xohlasanglar, oddiy o'zimizaniki, o'zimizning usul. Buni bunga ko'paytiramiz. Keyin bunga bo'lib yuborasizlar. Tushunarlimi? Xo'p. Har xil holatini ko'rsatib ketaman. Qolganlarni ham shunaqa holatda ishlab chiqsanglar, o'zingizlarga foyda bo'ladi. Qolgan ikkitasini o'zingizlar ishlab ko'rasizlar. Net chiqargan shunday aytinglar chiqqani? Bunisi.
116 bo'ldimi? 116 ko'paytirilgan 10 usti minus 46. Shunaqa chiqdimi? Keyingisichi? Nechi? Sizdachi? Har xil chiqdi. Вообще boshqa chiqdi mana. Zo'r, ketdik, boshladik. Xo'p. Qaranglar, o'zimizning ketma-ketligimiz bo'yicha hisoblaymiz, bo'ladimi? Qaranglar, boshladik. Birinchisi. Shunda 9.03 10 usti 25 ni nechiga ko'paytirar ekanman men hozir? 25 ni ko'paytiramiz. Shunda 232 ga. Ko'paytiringlar mana shu qismni o'zini. Nechi qotdi? Balandroq. 2094 butun 96. Ko'paytirilgan 10 usti 25. Bu sonni endi nima qilishim kerak? Bo'lishimiz kerak. 6.02 ko'paytirilgan 10 usti 23 ga. Bo'ldi. Darajalar nima qilinadi bu yerda? Ayriladi, to'g'rimi? Necha chiqadi shunda? 10 usti 2. 25 dan ayirdim 23. Hop, buni bunga bo'ldik. 348 butun o'zimi? 348. Shunaqa chiqdimi hammada? Mana shu qismda adashgansizlar, menimcha. Darajalari to'g'ri ishlaganmi o'zi? Aniqmi? Yo, -88 da chiqarib yubordinglar. Ketdik. Shunda bu. Ana endi ikkinchi holatda hisoblash. Ya'ni mana shu holat yo tengma-teng kelib qolgan paytda hisoblab olamiz. Shundaylar o'zi ko'paytirish bo'lish amalini ketmagan. Proporsiyali holatlar aynan tengma-teng turmaydi har doim. Soni standart shaklda bu yoqda bo'lib, qarama-qarshi tomoni bu yoqda ham turishi mumkin. Bir-biriga o'sha payt ko'paytiriladi ular. Tushunali? Biz faqat ayrim bir holatlarni ko'ryapmiz. Qaysidir holatlarni. Ketdik. Bu nima ekan shunda? Bu qismga ham bo'lu sifatida qarashimiz mumkin ekan. Bu proporsiyani mana shu holatini ham yozsanglar bo'ladi. Tushunali? Mana shu holat bilan qaranglar o'zi. Mana shu narsani aytib keting. Mana oddiy proporsiya, mana. Oddiy proporsiya. Mana shu tushuncha bilan bu holat 6.02 ko'paytirilgan 10 usti 23 taqsim 9.03 ko'paytirilgan 10 usti 25. Hop, teng. Bu yoq qism shunda 232 taqsim x. Mana shu tushuncha ham bir xil. Proporsiya holat bu holatda ham yozsa to'g'ri, bu holatda berilsa ham to'g'ri. Tushunalingmi? Baribir nima qilinadi? Qarama-qarshi tomonga ko'paytirib bo'linadi. Tushunalingmi? Demak, mana shu qismga shunda mana yozdik, mana chiziq qildik. Hisoblaymiz. 6.02 ni 9.03 ga bo'lsam necha chiqar ekan o'zi? 0.666 chiqib ketadi, to'g'rimi? Ya'ni davra ketib qoladi. Demak, men o'sha qismni yozdim. Ikkinchi holatda hisoblash. Ya'ni qarama-qarshi tomonni ko'paytirib, keyin qolib ketgan songa bo'lish emas, oddiy proporsiya holatida emas. O'sha qismni o'zini bir-biriga bo'la olma. 6.02 ni 9.03 ga bo'ldim. 0.666 davra ketib qoladi. Hop, 10 usti 23 bo'ldim, 10 usti 25 ga. 23 dan ayirdim 25 ga. Shunda -2 holatga keldi. O'sha qism. Har qanaqa hop, sonni nima desa bo'ladi? 1 taqsim shu sonni o'ziga teng desa bo'ladi. Mana shu narsani o'zgartirib yozib oldim men degan. Tushunali? Endi nima bo'lar ekan uni to'g'risida? 232, bu yoqda esa x. Ketdi. 232 nimadir ko'paytirish shart ekanmi? Yo'q. Demak 232 ni bo'lamiz nechiga? 0.667 ko'paytirilgan 10 usti -2 ga. Har qanaqa sonni, hop, 1 taqsim uzr. Har qanaqa hozir sonni, hop, ko'paytirilgan 10 usti 0-darajasi hosil bo'lar standart shaklda. Bo'ldik, qaranglar. 0 dan ayirdim -2 ni. Ikkita minus plus bo'lib ketib qoladi. 10 usti necha qoladi? 2. Ko'paytirilgan. 232 ni bo'ldim 0.666 davriy holatiga. Hop, agar bizda kalkulyator bo'lmasa 232 ni qanaqa qilib davriy songa bo'laman desanglar, nima ish qilasizlar, eshitinglar. Mana shu joy kerak. Mana shu holat qoldi. Daraja qismlarini hisoblab oldik. Kalkulyatorimiz yo'q. Mentalniy arifmetika qilasizlarmi demasizlar ham? Bo'ldi. Qaranglar.
Bizda holat qoldi 232 ni bo'lishimiz kerak. 0.666 xolos davriga ketgan holatga. Mana shuni qanaqa kalkulyatorsiz hozir bo'laman desa, nisbatini oshirishimiz kerak. Hop, virgulni suramamizsa, yo'q, bu hozir 6 li davriga ketadi. Uni oxirigacha surib bo'lmaydi. Nima qilamiz? Nisbatini oshiramiz. Hop, kasrni asosiy xosiyati shu edi. Necha marta oshirsam bo'ladi shuni o'ylab ko'ringlar. Shu narsani fikrlashinglar kerak. Mana 0.666 eslab qolinglar. Mana bunaqa holat keladi mana. Davriga keladigan juda ko'p holatlar kimyoda manba. 0.333 keladi ko'p. 0.666 ko'p keladi. Juda eng keng tarqalganlari shular. O'zi bularni nima desa bo'ladi? Shu to'g'risida gaplashamiz. Qaranglar bitta. Mana shuni eslab qolsanglar juda ham oson ketadi qolgan. Xo'p, 0.333 degani bu 1/3 degani. 1/3 ga bo'linglar, shu son chiqadi. 0.666 degani esa 2/3 degani. 2 ni 3 ga bo'lsanglar shu chiqadi. Tushunasizlarmi shu narsani? Deyman, xulosa qilaman. Qaranglar. Mana 0.666 mi? Bo'ladi unaqasi ham. Mana unaqasi bo'ladi. Virgul sursa bo'ladimi? Bu davriga ketgan-ku 6. Qatgacha surasiz? Hop, 232 ga 232 ming bo'ladi. Bo'lasizlar 666 ga bo'lasizlar, to'g'rimi? Lekin uni virguldan keyin xohlagancha 6 bor-ku hali yana buni ham. Davriga ketgan-ku 6. Davriga ketgan 6 tugamadi degani hali, to'g'rimi? Davriga 6 ketsa, xohlagancha 6 bormidi oxirida, kalkulyatoringizda ham mana 2 ni 3 ga bo'linglar, 4.666 qilib maksimal holatda o'sha kalkulyatorga sig'adigan sonchali 6 larni yozib beradi. 3 ta 0 yozmaydi-ku ular. Bizda kimyoda faqat virguldan keyin 3 xona aniq birligida ishlash yetadi. O'shaning uchun 0.666 ni yozamiz. Qaranglar. Mana shunaqa holat kelsa nima ish qilasizlar? O'tgan yilgi mana shu DTM savoldan bittasini aytdim. Sizlar nisbatni o'zgartiradigan holati, 100 son 300 ga o'zgartirish holati edi. Mana shu o'sha nisbatni o'zgartiramiz. Aynan o'sha tushgan masalada ham mana shunaqa holat kelib qolgan. Faqat unda 66.666 ketib qolgan edi, adashmasam. Bu hozir mana shunaqa. Nima ish qilasizlar shu yerda desa, nisbatini oshirasizlar, qanaqa qilib. 0.666 ni men 1 qilib qo'ymoqchiman. Uning uchun necha marta oshirishim kerak desa, qaranglar, voy, qo'llar. 0.666 ni 1 qilib qo'ymoqchiman. Nima qilishim kerak shu yerda desa, bu o'zi nima degani? Shu to'g'risida bitta olamiz, qaranglar. Shunaqa qilib tagiga 1 qo'ysam noto'g'rimi? To'g'ri? Shunaqami? 3 dan 2 qism, 1 dan 0.660 qism degan, 6 qism degan. Shunaqami? Deyman, xulosa qilaman. 2 pastga o'tsa, 3 ga o'tsa necha marta ko'paygan? 0.666 1 bo'lishi uchun ham 1,5 marta ko'payishi kerak. Xolasanglar shu davriga ketgan sonlarni kalkulyatorda tekshirishingiz mumkin hozir. Eslab qolishimiz kerak bo'ladi bu narsani. 0.666 ni shunda 1,5 ko'paytiringlar. 0.999 chiqib ketib qoladi. Shu 1 deganidek. Tushunarlimi? Bo'ldimi? Keyingisi qaranglar. Bir sonini agar sizlarda qaysidir masalalarda 0.333 holat kelib qoladigan bo'lsa, nima qilaman unda desa, bu nima degani ekan? 1/3 deganim ekan? 1 pastga o'tsa 3 bo'latim necha marta oshish kerak? Deyman, men 1 bo'lishni necha marta oshish kerak bo'ladi? Ya'ni, agar sizlarda hozir 0.666 kelsa, davriga ketgan sonni yo'qotaman desanglar, 0.666 ni necha marta ko'paytirishim kerak bo'lar ekan? 1,5 marta. Demak, bu son hozir 1,5 marta ko'tariladi. O'shanda necha qoladi? 1 bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Lekin kasr asosiy xosiyasi nima edi? Mahraj bilan suratni bir xil songa ko'paytirsang yoki bo'lsang, o'shanda qiymati o'zgarmas edi. Suratda ham shuncha marta ko'paytirasizlar. 232 ni ham 1,5 ko'paytiramiz. 348. Bo'ldi, 348 ni 1 ga bo'lsa necha? Tushunarlimi? Tushundinglarmi? O'sha narsa chiqdimi baribir? Eslab qolinglar. Bu juda ham kerak bo'ladi. 0.666, 0.333 keladigan holatlar bo'ladi. Bu hozir qanaqadir sodda holatda oddiy ko'rinishi mumkin. Imtihonda sizlarda hayajon bo'layotgan paytda sizlarcha iloji boricha butun son chiqsin deb niyat qilib proporsiyalanishliksizlar-da. Tushunasizlarmi? Shunaqa darajada bo'ladi, chunki butun son chiqsa sizlarga qulay, to'g'ri hisoblayapman degan narsa bo'ladi. Qanaqadir mayda son chiqib qoladi desa, o'zi to'g'ri hisoblayapmanmi degan narsa odamda paydo bo'lishi mumkin. O'shanda ehtiyot bo'lasizlar. Tushunarli?
qaysidir masalada davriy ketadigan 0,333, 0,666 holat kelgan bo'lsa, sizlar mana shu ikkita holatni eslab qolinglar. Biza chunki hozir kalkulyatorsiz davriy ketadigan sonlarni hisob kitobimiz noqulay. Tushunarlimi? Chunki hozir men buni qo'lda bo'lib ko'rsanglar hozir 232 ni bo'lsanglar hozir 0,666 ga mayda son chiqib qoladi. 348 butun chiqmaydi. To'liq chiqmaydi, ishonaveringlar. Olasizlar qilib ko'ringlar ishni. Tushunyapsizlar? Nega chiqmaydi desa, chunki bundan keyin hali qancha olti bor degani. Tushunarlimi? U davriy ketgan. O'sha oltilarni olib tashlab hisoblasizlar. Tushunarlimi? O'shaning uchun mana bu yerda butun chiqmaydi, o'shanga yaqin son chiqadi. Tushunarlimi? Sonlarni yaqinlash holatida o'tiradi. Hop, men o'sha narsani o'zimni qiynamasdan qanaqa hisoblasam bo'ladi unda desa, nisbatni oshirib, kasr degan narsani o'tdik. Qanaqa qilib oshiraman desa, mana shu ikkita narsa esingizda qolsin bo'ldi. 0,333 degani bu 1/3 degani. 0,333 sonini yo'qotmoqchi bo'lsam, 1 ga aylantirib qo'ymoqchi bo'lsam, 3 ga ko'paytirib qo'yishing kerak. O'sha nisbatini. Tushunarlimi? Yoki 0,666 kelib qoladigan bo'lsa, necha marta ko'paytiraman desa, 1,5 marta ko'paytiraman. Chunki u 2/3 degan ekan. 3 dan 2 degan ekan. 2 ni 3 ga o'tkazish uchun 1,5 marta ko'paytirish kerak bo'lganida, 0,666 ni ham bir holatga o'tkazish uchun yo'qotish uchun 1,5 marta ko'paytirishim kerak deb eslab qolinglar mana shu narsani. Tushunarli? O'sha holatga o'tib hisoblasanglar, o'zingizga ancha oson tushadi. Chunki mana bu hozir 1 ga aylangandan keyin bo'ldi, hech nimaga bo'lmaslik deganda mana. Tushunarlimi? Mana shu narsani eslab qolamiz, bu narsa kerak bo'ladi.